Nechta pul patta to'laysiz bir kunga? 20 ming. 20 ming. 20 ming so'rtang so'rtmasang ketaver deydi. Shulardan qo'yolmaydi arvoni. Ana o'znikimi? Topishni o'zim sotib olganman. Bizada ihson qilingan tashkilot emasmanki deydi. Puling ko'pdir, jo'rang ko'pdir. Sen agar bular bilan musodara qilib ishlamasang, xudo bo'lmaysanmi? Ishlolmaysan. 700 ming so'm bo'ldi aka. Yo'q, 6-dan beri ko'chadamiz. Bular bizlarni kunda aldayapti. Har birini, har yo'nalishda o'zlarini bir noroziligi bor. Mayli bu buncha odamni norozi qilib ishlat bo'lmaydi. Bunaqa faoliyat ertaga bu boshqa narsani paydo qilishi mumkin. Sizlar chek to'laysizlarmi aka? Albatta. Qanchadan? 20 ming so'm ekan vallohu alam. Siz hozir arzonchilik haqida gapiryapsiz. Ijara shartnomalari birga bir oshsa, patentlar birga bir oshsa, bu tadbirkorlar ham nima qiladi? Sotayotgan mahsulotni ustiga qo'yib sotadi. Tovuq katak qursa ham hududidan tashqari joyda. Kelyapti 80 million, 90 million kadastr agentligi jarima qilyapti. Qarang, shu joyda turadi. Nima sababdan sizlarga respublikaga yetib bu viloyatga yetmayman, qilmaydi. Nimaga jarima qo'yilgan? Shuni ma'nosi qayerda? Shu o'zingizni hududingizni egallab, faoliyatingizni qilib, devorlaringizni o'rab, ishingizni qilsangiz, ular to'polon qiladi, bosh qiladi, unga huquqni muhofaza qiluvchi organ bor, hokimiyat bor, hudud gaz o'zini territoriyasini o'zi himoya qilib oladi. Siz ularga advokat emassizki tashkilotlarga. Qancha vaqtda bu masalan uni ham muddati bo'lsa kerak? Yo'q, endi muddati belgilanmagan, faqat bosqichma-bosqich deb. Muddat belgilanmagan. Masalan, qolasa 50 yilda qiladi. Ramazon oylarida tepada egasi bor. Yolg'on gapirma. Men rahbar bo'lganman o'sha yerda. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum do'stlar. Azizlar, mana bugun biz Samarqand viloyati Narpay tumanidamiz. Orqamizda joylashgan hudud bu Mirbozor bozori va aynan shu bozordan noqonuniy auksionga sotib yuborilgan va biz ulusdorlar o'z haqimizdan ayrilib qoldik. Davlat budjeti esa katta zarar ko'rgan deya iddao qilib bizga murojaat qilishgan edi. Biz bu masalani yana qaytib kelganimiz, qani qonuniy yechimi qanaqa bo'ldi va nimalarga erishildi degan ma'noda keldik. Biz hozir bozor ma'muriyatiga ham uchrashamiz. Shundan so'ng tuman hokimligiga emas, bu safar viloyat hokimligiga borib aniqlik kiritamiz. Hozir tadbirkorlarimizning fikrlarini eshitsak. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsizlar aka. Qarang, mana o'sha safar biz kelib ketdik. Holatni boricha yoritdik. Ikkinchi tomonidan tortib 5-tomonigacha qolmadi. Hammasini xolis yoritdik. Shundan keyin nimalar bo'ldi va nimadan yana norozi bo'ldinglar? To'g'risi Jahongir aka, shundan keyin biror bir o'zgarish bo'lmadi. Yaqinda mana bu 2026-yil yanvar oyida prezidentimiz bir murojaat qildilar. Shu davlat aktivlari bo'yicha hamma joyda yopib qo'ygan to'g'risida. Biz shu narsadan yana aniqlik, chunki hech qanaqa o'zgarish yo'q aka. Bu joyda hozir masalan ayrim ko'pchilik tadbirkorlar norozi bo'lib ham chiqyapti, nima qilsak, nima bu. Chunki bu yerda aka qonun bo'yicha 84 ta do'kon narxlangan. Lekin aslida aka mana hozir bitta syomka qilaylik, o'tgan safar qilolmadik. Mingdan ziyod do'kon bor. Bu joyda do'kondorlarniki oldi eng past do'kon 30 ming, 40 ming dollar edi. Hozir bularga eshitishimizcha 30 million beramiz, 40 million beramiz, masalan buzilsa kadastr to'lovini qilib beramiz deyotganmiz. Lekin xo'p, davlat sotyapti ekan, auksionni nimaga asosan bu xususiy mulklar bor. Mana men o'zimning ham kadastrli do'konim bor misol. Qarang, hozir aytasiz-ki, auksionga qo'yilgan vaqtida 80 ta do'kon qo'yilgan. 84 ta qo'yilgan. Mana 80 ta do'kon bor deb ko'rsatilgan. Shuni. Aslida aytasiz 1000 ga yaqin do'kon bor. To'g'rimi? Lekin o'sha 1000 ga yaqin do'konlar auksion jarayonida qo'yilmagan, ko'rsatilmagan. Narxlantirilgan, ko'rsatilmagan. Yo'q. Xo'p, bu birinchi masala. Ikkinchi masala, umumiy summasi qanchaga qo'yilgan? 3 milliard. 3 milliard. 3 milliard 200 mi? 3 milliard 300 millionga olinadi. 3 milliard. Necha yilda to'lash evaziga? Yo'q, bu naq olgan buni. Endi o'zi 3 milliardga u yerdan bo'ladi-ku. O'zingiz eshitdingiz o'tgan safaranida 900 million edi. 1 oylik tushumi. Hozir aka ijaralar oshirilgan. Ijaralar mana ko'pchilik tadbirkorlar norozi undan. Qayerda bo'lsa, men eshitishimcha umumiy yig'ilish bo'yicha tasdiqlar. Biz tasdiq mana biz ham bo'lsak, tasdiqlaganimiz yo'q.
Bular hozir 35 ming, 42 ming qilganmiz. Ikki xil kategoriya qilgan. Eling yana nima qilgan? Bozor rastalarini aka bir oy oldindan to'lov. Masalan, kimdir chiqadi, kimdir chiqmaydi. Ikkita, uchta katta bozor bo'lsa, qolgan kuni bozor yo'q. Chiqsangiz, chiqmasangiz birdan oldindan pulmish, bir oylik. Masalan, mana nimaki bor bosim bo'lsa, o'shandan kelgandan keyin o'zgarish. Nima bo'ldi desiz, bo'yni aytish esdan chiqdi. Nimaki o'zgarish bo'lib, bor bosim menga bo'lyapti aka. Nima bosim bu? Masalan, mana do'konlarimizni svitlarni o'chirib tashlagan. Ichkarida do'konlarga Men borib aytibman, shartnomaki qonuniy qilamiz. Sen nima menga shart qilib bera olasanki, masalan, o'shancha pul to'lay. Keyin menga yozib ber. Yo'q unaqa narsa. Undan keyin masalan, mana ta'sischilar buyoqda o'zi Mehriddin akam bilan biz har xil unga yozib berdi. O'tgan safar kelganda tuhmat qilinglar. Biz nima tuhmat qildik? Biza shubhamiz bor, yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazdik. Mana nimaga tekshira olmayapti? 3 ta firmani aka prokuraturaga beryapmiz ham yo'q, o'zimizda ko'ra olmayapti. Mayli shu narsa bitta ochiq bo'lsa, mana prezidentimiz aytdilar-ku, Xudo xolisa bu narsa oxirigacha boramiz. Keling, ma'lumot o'rnida ma'lumot berib qo'yaylik. Aynan bu bozor auksionga qo'yilgan va hokimiyat ulushi sotilgan, xususiylashtirilgan. Hurmatli prezidentimizning qarorlariga asosan yopiq auksion bo'lgan. Shu bozor ma'muriyatini ulushdorlari avvaldan ulushdor bo'lishgan va mana shu bozorni auksionda yopiq qilib o'tkazilgan jarayonida uchta tanish firmalar, ya'ni bir-biriga qarindosh bo'lgan firmalar mana shu joyni o'yin qilib arzon narxda olishgan va davlat byudjetiga ham juda katta zarar yetkazilgan. Davlat aktivlari bu joyni baholaganda arzon baholagan degan o'zlarining e'tirozlari bor. Undan tashqari bugungi kunda ham siz ulushdorsiz kelinglarmi? Ulushdorsilar, hech kim hali ulushdorlikdan sizlarni olgan emas. Endi har xil yo'llar qilinyapti. Qonun bor aka. Qonun bor. Bitta savol bering, necha yildan beri ulushdorsiz? Bizani tashkil bo'lgandan beri 98-yildan beri. 98-yildan beri ulushdorsilar. Qancha daromad olgansizlar? Hech qachon daromad olmaganmiz. Bir so'm ham. Yo'q, hech ta'sir olmagan. Bunda oldingi ta'sir. Kim olgan u daromadlarni? Uni o'zlari bilan bozorqum nimaga ishlatgan, nima qo'ygan, mana hozir oldin ham olmagansizlar. Xususiyga o'tgandan keyin ham sizlarga. Mana hozir yig'ilish qilinyapti deb aytyapti. Mana kecha ikkalamiz kelgan taqdirimizda bozor ma'muriyatida hech kim yo'q. Bozorqumni chaqirsak, bozorqum yo'q deydi. Boshqa ish boshqaruvchi bilan gaplashinglar deyapti. O'zi aslida chaqirilyapti-da, bizani kiyimadi qilib yig'ilish o'tkazib olyapti. O'zlarini Xo'p, ichkarida ham bir qator tadbirkorlar norozi deyapsiz. Bunday qarang. Bitta narsa, oldin davlat nazorat qilaydi. Masalan, manfaat o'ylaganimiz yo'q, masalan, manfaat. Oldin davlat nazorat qilaydi. Mana bu joyingda nimadir noto'g'ri bo'lsa, davlat bilsangiz, hokimiyat ana bu sharoitdan kelib chiqib narx belgilab beradi ijaralarni. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, Narpayda qanaqa narsaga salohiyati bor, tadbirkorlar qanaqa savdoni olsa shunga qarab. Aka hozir bular o'ziga o'zi Toshkentda Abu Sahida 25 ming so'm aka. Bitta necha pul? Bizda mana o'zlaringiz bitta shu narsaga bir oydinlik bir so'raysizlar, shu mana tadbirkorlardan oldin yaxshi bo'lgan ekanmi yo hozir endi mayli qani bo'lsa hozir bu bo'yicha so'raymiz-da, hozir Jahongir aka. Demak, hozir xususiy bo'lgandan keyin endi bular xohlagan narxini belgilaydi-da. Ertaga 200 ming so'm ham belgilashi mumkin. Mumkin, hech kim aralashmaydi bunga. Demak, hozir hech kim aralashmaydi, chunki oldin davlat nazorat qiladi. Hozir bular tadbirkorman deb ana olgan, bo'ldi investor. Mana bitta ko'ring, mana masalan bironta tadbirkorlardan so'rasangiz bular. Agar biron joyda qurib, ubi qilsa ekanda shunga yarasha narx bor. O'sha holat aka bironta g'ish qo'yilgani yo'qda, bironta yamalgan. Hozir olganiga qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldimi? Salkam 1 yil. 1 yil ichida nima o'zgarish bo'ldi bozorda? Faqat tadbirkorlar so'ray, hamma narsa menisi. Aka, assalomu alaykum. Nechta pul patta to'laysiz bir kunga? 20 ming. 20 ming. 20 ming surtang ketaver deydi. Uzoqdan to'q qo'yolmaydi darvoni. Ana bu o'znikimi? Topishni o'zim sotib olganman. Sotib olgansiz. Demak, hozir bir kun chek to'lamaydigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Arava qulab qo'yadi. Aravani olib qo'yish. Qulab qo'yadi, olib qo'yadi. Nechta arava bor deb o'ylaysiz bozorda? Ko'p aka arava. Bilmayman. Nechtaga aniq bilan ko'pda. Ko'pingiz qancha? 100 tadan ziyod. 100 tadan ziyod. Bo'ldi, rahmat. Demak, hozir Ulug'bek aka, menda ham 300 ming dollar bo'lsa, yopiq auksion o'tkazib bozor sotib olishim mumkin ekanda, to'g'rimi? Bo'lmasa qani bozorga kiraylik. Ketdik.
Assalomu alaykum. Necha ulfatni berasiz bu yoqqa? Ha? 15 ming? Ha, gapiring. Nechta Aniqmi? 15 ming to'laysiz. Assalomu alaykum. Bir kunga necha ulfatni to'laysiz? 25 ming na? Oshmadimi hali? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Sizlar? Aka nech puldan ijara to'laysizlar? Ijara? Ha. Ijarani hozir 800 ming qarab qo'ygan. Bir kvadratga qanchadan to'layapsizlar? Bir kvadrat qancha? 35 mingga. 35 mingga bor. 35. Do'kon o'zingizlarnikimi? Ha. Do'kon o'zingizlarniki, lekin 35 mingdan ijara haqi to'laysiz. Hozir ko'tarildi. Infra manimcha u. Infra boshqa narsa. 9 ming berardik, endi 35 ming shunday bo'ldi. Buni oshdi. Buni kunlik to'laysizlarmi? Kunlikmi? Bir oyiga to'laymiz. Oyiga. Chek bermaydimi? Yo'q, ijara beramiz. Ha, ijara berasizlar. Kadastr Ijara shartnomangiz bormi? bor. Uni qayerga o'zlariga berasizlarmi qo'liga yo O'zlariga beramiz, ha? Bozor. qo'liga? Ha? Qarang, assalomu alaykum. Birinchidan ijara juda oshib ketdi-da, biriga bir oshib ketdi. Bu xususiy bo'lgandan keyin kelyapti, ijara qilmasang elektr energiya uzaman deyapti. Anavlari bor, ogohlantirish beryapti, uzaman, uzganlar ham bor. Majburlab shartnoma qilyapti. Biz kelishib shartnoma qilmayapti. Qanaqa shartnoma? Ijara shartnoma deb kelyapti. Biz qog'oz. Hop, demak bu hokimiyat balansli bo'lgan vaqtida arzonroq bo'lgan, hozir xususiyga o'tgandan keyin nazorat bor edi-da. Birga bir qilib hech kim nazorat qilmayapti, shundan norozilar. Do'kon o'zingizniki. Ha, majlis qildi ham, majlisda unday qilmanglar, kelishtiringlar deb xalq aytdi. Mana shuncha bizda dedi, ihson qilayotgan tashkilot emasmanki deyim, anavi. Mayda mana olgan odam. Investor. Ya. Unday bo'lmaydi, unday insof bilan qilsin edi. Biron joyda yo'q mana. Qo'shni bozor, tumanlarimiz, bozorlar unday qimmat emas-ku. U raqobat bo'ladi. Erta bir kun bizda biriga bir qimmat. U qanday bo'ladi? Xatirch tumani 7 ming so'm ekan ijarasi, eshitishim bo'yicha. Yana bilmayman. Urgut 25 ming. Eng qimmat mana Urgut bozor. Ha, bizani kuniga qancha sizlarda? qarang, 35 mingdan kvadratga oladi. Bir oyga. Bir oyga kvadratga 35 mingdan do'kon o'zimizning mulkimizga. Demak, bundan norozisiz. Ay, обязательно. Necha yildan beri shu bozor tadbirkorlik nazorat qilasiz? qilish kerak. 9-sinfda chiqqanman bozorga savdo qilish uchun bir 20 yil umrim ketgan. 20 yilda bitta do'kon olganman. Endi uni ham olib qo'ysa, yana 20 yil, 30 yil ketadi. Haqiqiy bozori o'zi egasiz ekansiz. Yo'q, unchalik emas. 300 ming edi, 300 ming edi, hozir 700 ming so'm bo'ldi aka. Undan tashqari svetimiz o'zib ketdi. Mana svet o'zganlar hammasi aytsin meniki. Hammasi o'zib ketdi. Kim uzatdi uni? Shu bozor hududi o'zib ketdi. Bosim qiladi. Bosim qildi. Undan keyin tuman hokimining zam ma'mur kelgandan keyin mana bu singil borib ko'plar gapirgandan keyin ular berdi aka. Undan tashqari yana chek berasan deyapti hozir. Oldimizga undan tashqari. Qanaqa chek? Endi mana chiqqan oldinga Sotganinglargami? mana oldimizga mana do'kon bo'lsa, mana bu yerga stok qo'yadigan bo'lsak, mana shu yerga ham chek berasan. Alohida unga ham Alohida unga ham berasan deyapti. Qancha u? Endi bilmayman, ishani hali endi 25 mingdan nima hali buni hali aytganim, lekin hali berganimiz 300 minglik narsani 700 ming. Hammaga shunaqa ketyaptimi? Hammaga. Hammaga shunday ketyapti. Ayollar xor oltinchidan Sekin, bitta. Biza bu yoqqa to'polon kelmadik, ma'lumot olgani keldik. Keling. Do'xtirning ayoliga yo'l keling. Nima deyapsiz? Chekini to'laymiz bizlar ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdo qilamiz. Savdo qilamiz. 6-dan biz ko'chadamiz. Milliy gvardiyadan keldi. Bir kun olib turinglar dedi. Bir kunchalik olib turinglar dedi. Ertaga qo'yasizlar dedi. Biz oldik ularga ishonib. Bir minut, bitta Mana yo'q, gapiring. 6-dan beri ko'chadamiz. Odamlar magazinini oldidamiz. Ular bilan urushamiz har kuni. Olinglar narsalaringni deydi. Savdo qilganimiz yo'q. Qozonimiz qaynagani yo'q bizani. Ularga ham yomon Meni 4ta yetimim bor. Hop, bozorkonga uchrashdingizmi shu Kirdik, masala? qilib beraman dedi. Yo'q joy. Men yolg'iz onaman. Assalomu alaykum. 6-mart kuni tekshirish keldi. Vazirlikdan kelyapti, tekshirishdi deyishdi bizaga. Bizlar sifatli ko'cha savdosida bahona qilishyapti. Bir kunga olib turinglar savdoni, abiddan keyin tushasizlar deyishdi. Abid kelgan mehmon ketdi, lekin biz hozir joysiz
magazin pojarniy xotni o'rtasida turibmiz, yo'lagida. Oldin pojarniy xotni yo'lagiga chiqib ketdingda bizani chetga joylashtirganda o'zlari 3 yil, 4 yildan beri o'sha joyda savdo qilib kelyapmiz. Kelishilgan holda hamma vazirlik ham kelgan vaqtda olib turamiz, yig'ishtirib turamiz. Ketgan vaqtda yana joyimizga chiqib savdo qilardik. Hozir endi umuman imkon berishmayapti savdo qilishimizga. Xo'p, mayli, u Bozor joyiz. umuman alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan. Joyimiz yo'q aka. Odamlar oldida investor bilan uchrashdik. Hokimiyat keldi, nachalnik keldi, hokimiyatlardan keldi hammasi. Ma'rufni chaqirdi. Ma'ruf televideniyaga chiqib xalqqa yordam beraman deb aytdik, lekin bizlar vaqti qiynab tashadi. 6-dan buyog'i bizlar bolalarimizga ikkita non olib berishga qiynalyapmiz. Yerda o'zmuncha odam yo'q. 50 dan ziyod odam bor, 50-60. Har bittasi 5 tadan 4 tadan bo'ladi. Demak, do'stlar, hozir biz ozgina tursak, bu yerda juda ko'p tadbirkor yig'ilib ketadi. Bizning maqsadimiz bu yerda odam yig'ish, yo ko'pchiligi qanaqadir bir e'tirozini birdaniga olib chiqish emas. Holat hammada dardi bitta, narx oshgan, svet tuzadi, patent, boshqa hammaligi tadbirkorlar noroziligi ekan. Biz minglab odamlar yig'ilishdan oldin bozordan chiqamiz. Biz tinchlik tarafdorimiz va bu mas'ullarga nisbatan mas'uliyatli rahbarlar albatta e'tibor qaratadi degan umidimiz bor. Hozir biz boradigan joy viloyat hokimligi bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Xo'p, nimani ko'raylik, nimani so'raymiz? O'sha turgan joyimizda umuman bardakchilikda turibmiz, pojarniy xotda turibmiz. Biz ham o'zimizning joyimiz, o'sha ko'cha savdosi biz ham chekkada savdo qilardik aka. Hozir o'sha joyimizni tortib olib 5 yildan beri o'sha joyda savdo qilaman, bitta joyda. Lekin hozir darvoza bo'yiga o'rtaga mana bunaqa pojarniy xotga qo'yib qo'yibdi bizani aka. O'shani bir marta videoga tushirib Xo'p, yerdan ham ertaga siz olib tashlasa keyin nima qilasiz? Aka aytayapti. Investor bilan uchrashdi, investor aytayapti, bularni klient sherga o'rgangan, shu atrofdan joy qilib beringlar desa, bular bizani kunda aldayapti. Bugun qilib beraman, ertaga qilib beraman deb faqat aldab kelyapti bizani. Mayli, qayerda u? O'zi taklif kiritdi, aytdi, bularni klient sherga Qayerda u joyingiz? Qani? Mana shu yerdan to'g'ri yurib ketamiz aka. Bu bizani savdomiz mana, tirikchilik. Aslida joyimiz mana bu chetda edi. Xo'p, bu anaqami? Pojarniy xotmi savdo? Pojarniy xot aka. Pojarniy xot aka, eng muhimi borki, qarang. Bitta narsa bilan azoblaydi. Men bu yerdan yo'lak chizib bergan, oq polasa bilan o'zlari chizishdi. O'sha yerdan chiqmaysan deyishdi. Biz chiqmasdan savdo qildik, lekin bir kunga vazir kelyapti, olib turinglar dedi, biz oldik. Mana shu joyimizdan olib kirgizguncha nima qildi? Mana endi u pojarniy xotda umuman savdo qilishga ilojimiz yo'q aka. Mana qarang, chizilgan Sanitariya gigienaga qabul nima qilmaydi? 8 metr joy ochiq turibdi. Sanitariyaga javob bermaydi mahsulotlar dedi. O'sha mahsulotlar hammasi mana bunaqa. Endi hozir sanitariyaga javob beryaptimi aka? Hech narsaga javob bera olmaymiz. Hozir mana shu qatorga siz Mana birinchi 15 mingdan olyapti kuniga. Bugun aytdim, yolg'iz ayoldan pul olmasang ham bo'lardi dedim. Meni qiziqtirmaydi deb haqorat qildi o'zi. Oldi chek turibdi ana. Chek turibdi. Men bu yerda turgan vaqtim ham chek bermasam mevalarimdan olib ketgan chek hisobiga. Lekin mendan chek olmasam biriga 2 hissa bu mendan chiqqan aka. Men birovni nonni yemayman, birovni harom nonni kerak emas. Demak, sizga yaxshiroq, qulayroq joy qilib berishni so'rayapsiz. Investor bizaga aytdi, bular dedi klientni o'sha yerga o'rgangan. 5 yildan beri bitta joyda klient qilish oson emas. Lekin bitta joyda klient qildi, mana shu atrofdan qilib beringlar shularga. Dedi 6-fevraldan beri hech qanaqa joy o'zgarishi 6-martdan beri. Mayli, qaranglar, hozir kelishib olinglar, hammangiz shu yerda qolasizlar. Biz bitta syomka qilib chiqaylik. Bemalol. Hamma yo'q. Pojarniy qayerdan kiradi? Hech qaysi yo'q-ku. Chek beramiz har hafta dalaga. Demak, mana bu yo'l o'sha yong'in bo'lib qolsa, yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'sha texnikalar kiradigan yo'l bu o'zi aslida, to'g'rimi? odam zo'rg'a yuryapti texnik qanaqa. Men o'zim zo'rg'a o'tdim bu yerdan, to'g'ri. Lekin mana shu joyda ayollarni qo'yib, boshqa bir sharoitlar yaratilmayotganligidan mana bu ayollarimiz norozi va kundalik o'sha pattalarni olayotganligi haqida ma'lumot berishmoqda. Buni albatta rahbariyat ko'rib nazoratga oladi deb o'ylaymiz. Mana bu hamma yo'lak shunaqa, faqat bu aynan shu emas. Mana bu yo'laklari ham. Mana hozir bizni chaqirgan murojaatchilar aytishmoqdaki, xohlagan do'koningizga kiring, mana shunaqangi e'tiroz, mana shunaqangi norozilik bor degan bir fikr bildirishyapti. Do'kon egasi kim aka? Men ko'cha uchun ham pul to'layapsizmi?
ko'chada turgan narsalaringiz uchun ham pul to'layapsizmi? Chekmi? Ha. Ha. Bu do'kon sizni o'zingiznikimi? Sir bo'lmasa qancha ijara haqi to'layapsiz? Ijarani ko'tardilar. Qancha bo'ldi? 900 necha pul bo'ldi. Ha, qarang mana investorga o'tgan bozor hokimiyatni bilasizlar, to'g'rimi? Investorga o'tgandan keyin mana 1 yil davomida qanaqa o'zgarish bo'ldi? Endi boshlaymiz, yil boshladik endi. 1 oymi, 2 oy bo'ldi yil boshlangan. Yo'q, o'zgarish bo'ldimi 1 yil davomida qanaqadir? Men o'z shu yildan keldim degan. Shu yildan keldingiz. Hozir ijara haqi qoniqtiryaptimi sizni? Endi qimmat bo'lib ketdi, 100% ko'tarib yubordilar oldinga nisbatan. Rahmat. Qancha to'layapsiz ko'chaga? 900 necha pul bo'lgan. Ko'chaga turganiga. Ko'chaga 15 ming chek beramiz. 15 ming chek bir kunga. Assalomu alaykum. Siz ham nimadir demoqchimisiz aka? Bizlar ham tadbirkormiz aka. Aha. Biz dehqon bozorida savdo qilamiz bu tarafda. O'zimizni 2014-yillardan beri egallab tadbirkorlik qilib kelayotgan yerimiz bor aka. Xo'p, siz hozir bu yoqqa men chaqirdimmi? Yo'q, yo'q. O'z keldingizmi? O'zim keldim aka. Nima e'tirozingiz bor? E'tirozim mana shu noqonuniy devor qilib egallab olmoqchimi, bilmadim endi. Nimani hududiga kirgizmoqchimi, muhofaza zona bo'lsa uni. Bu qanaqa muhofaza zona u? Magistral gaz quvurlari o'tgan muhofaza zona menimcha. Gaz bor. Ha, gaz zona bor. Hatto. Ha, mana bu tarafda orqada. Keling o'tamiz. Gaz hududni muhofaza zonasida qanaqadir qurilishlar bo'lyapti deb murojaat qilishyapti. To'g'risi biz hech kim oldiga borishimiz ham shart bo'lmadi. O'zlari qidirib eshitib bir-biridan kelishyaptiki, har birini har yo'nalishda o'zlarini bir noroziligi bor. Mayli bu buncha odamni norozi qilib ishlat bo'lmaydi. Bunaqa faoliyat ertaga bu boshqa narsani paydo qilishi mumkin. Aka to'g'riga. Mirbozor MTJ men yer solig'i to'layman deb vaj qilyapti. Men soliqlarimni ko'rsatganman bularga. Yer xususiy do'kon bo'lsa, qanday sizlarga men nimaga ijara to'lashim kerak o'zimni yerim uchun deb. Do'konni tagiga sen bizani yerda ijarachisan deyapti. Siz ham hozir yer solig'i to'laysiz, ham bu yoqqa ijara to'layman. Mulk solig'i, yer solig'i to'layman. Yana ijara to'lashim kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Mayli. Qayerda siz aytgan joy shutmi? Yo'q, mana mahallani yo'li bor, naryoqdan devor qilib yopib olyapti. Magistral gaz quvuri. Magistral gaz quvuri yo'lni bo'yidan 350 metr ko'rsatilgan, 350 metrdan lekin ko'p. Mana bu yerlar pol o'sha mana yursangizlar ko'rsatib beraman, devor qilib yopib olyapti. Devor qilib yopib olyapti. Xo'p, mana bu joy o'zi kimi balandligi yer bu? Endi bilmadik, menimcha bu yer muhofaza hudud. Muhofaza hudud. Ha. Bu yerda masalan men bu yerlarda ham 2018-yildan oldin ham masalan qurilish bo'lgan, ijara to'lagan men bu atroflarimda, men bu do'konlar hamda yong'in bo'lgan bir vaqtlar xabarlar. Hozir ham to'laydimi bular ijara? Hozir bilmadim lekin. Mana matbuot kotibi keldi. Keling. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Hormanglar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Mana bu do'konlar ham ijara to'laydimi sizlarga? Ya bunisi bo'yicha xabarim yo'q aka. Bunaqa tashkil ishlarga men xabarim. Buni aniqlab bera olasizmi? Ha, bozor ma'muriyatiga borsangiz tegishli hujjatlar bilan biz taqdim qilamiz. Yana bitta narsa so'ramoqchi deyman. Mana bu hudud sizlarni kadastringlarda bormi bu yer? Yo'q, hujjatlar bo'yicha bilmayman, lekin bozor ma'muriyatida hamma tegishli hujjatlarni taqdim qiladi. Yo, bular aytishyaptiki, mana shu joylarda muhofaza zona deyishyapti-da. Magistral gaz quvuri o'tgan joy 350 metr muhofaza zonasi bo'ladi-da. Hozir yaqin qilib o'sha bozor bu yoqni ham egallab olgan degan vaj keltirishyapti. O'shanga aniqlik kiritmoqchimiz. Bo'ldi, bozor ma'muriyatiga yurasizlar, borib ichida taqdim qilamiz. Mana devorni kesib, yaro'zi qo'yamiz. Bozor ma'muriyatining o'zi kiysin. Mahallaning yo'lida ishlayib oldi. Qarang, bozor ma'muriyati qayerdalar hozir? Rahbar bormi? Bor aka. Kim bor? Yurist bor. Yana o'sha tegishli odamlar bor hammasi. Yurist kiysin, joyida ko'rsatamizda. Joyida, endi xonada gaplashsak, u unchalik qiziq bo'lmaydi. Holatni baribir prezidentimiz ham aytibdilar, joyiga chiqdi deyaptilar. Endi bozorga xalaqit beramiz, nima degani ko'payib ketadi odamlar. Nega norozilik ko'pmi? Yo'q, norozi emas, har xil odam o'tadi, masalan. Yo, biz uni o'zimiz ham tarafdor emasmiz. Yig'ilib ketganda ketganda ham biz o'zimiz tarqatdik odamlarni. Norozilik ko'p ekan lekin. bo'yicha Ko'p-a? Yo, bilmadim. bo'yicha. Xo'p, Bilmadi, biz bilasiz. bo'lmasa siz yurist bilan unga ayting, Mirbozor birinchi bozori bor, darvozasi bor, asosiy darvozasi. O'sha yoqqa chiqsin, o'sha yerdan kirib yuboramiz. Bo'ldi. Xo'p, chatib kutamiz. Qatga to'laysizlar? Bozorga
Qaysi bozor? Shu Mirbozor bozori. Bugun to'ladingizmi? Ko'rsam bo'ladimi? Chek qog'oz tashib ketganmi lekin. Chek qog'ozni men yirtdim-da lekin. Avvalgilari bu. To'g'risini aytaver, Elbek. Ha, 8000 so'm, 7000 so'm. Metrligami yoki umumiymi? Shu mana shuydan, shuygacha. 8000 so'm, 7000 so'm. Sizlar ham chek to'laysizlarmi bu yoqqa? Albatta. Qanchada? 20 ming so'm ekan vallohu alam. 20 ming so'mni qayerga to'laysizlar? Yigitchalar keladimi ekan? Bozor ma'muriyatidanmi? Albatta, boshqa yo'q. To'g'ri erkin bo'l, to'g'risini aytaver. Ha, nima edi? Yo, endi to'g'risini To'layapmizmi yo'q? Ha, shu borni aytaver. Chek berishadimi? Ha, qog'ozcha Bugun berishdimi? yo'q hali. Do'stlar, biza bu yoqqa kelib, nimadir qidirib, ayb topmoqchi emasmiz. Shundoq ham norozilik ko'pchilik murojaat qilyapti. Aynan mana bozor ma'muriyatidan rozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor deb ertaga 10 ta 20 ta odamlarni ham olib chiqishlari mumkin. Biz unga ham e'tirozimiz yo'q. Rozilari ham bo'lishi mumkin, lekin norozilari juda ko'plab bizga murojaat qildi hozirgi vaqtda. Aka, u stenki qurildimi yo'qmi? Qayerda? Mana bu yoqda aka, stanka. Qayerda stenki? Bepul stanka qilib qo'yibmiz, mutlaqo bepul hammaga. Ko'rsatsa Ha, ko'rsatsangiz bo'ladimi? Yuring. Bu hozir azatorga yo'qmi? Bepul mana. Mutlaqo bepul deb yozib qo'yibdi. Yo'q, yo'q, anaqa. Mana bu avtoyo'l korxona emasmi, aka oldi? Yo'q, unisini bilmadim. Yo'q, unisini bilmadim, lekin bepul stanka mana shu. Ikkita kirish joyi bor. Bu tarafdan qulaylik uchun, bu tarafdan ochib qo'yibmiz, keyin xatirchan yo'lda ham tekin. Qilib ochib qo'yibmiz. Bu oldin nima bo'lgan aka? Yo'q, unisidan xabarim bo'lmagan ekan aka. Endi matbuot kotibisiz aka, stenga ochayotganda, mana shu reklama qilasizlar. Mana bu yerga stenga qo'ydim aka, to'g'rimi? Bu oldin Bozor ma'muriyatiga tegishli bo'lgani uchun ochilgan bu. qanaqasiga bozor ma'muriyati? Davlatning joyi emasmi bu? Endi davlat joyi bo'lsa, so'ragan bo'lsa berganmi unisidan lekin xabarim yo'q aka. Bu UzAvtoyo'l korxonaniki emas. Yo, mana bu korxona emasmi, aka oldi? Ha, bu korxona edi. Qanaqa korxona edi? Nima edi? Avtoyo'l. Magistral avtoyo'lni ba'zi. Va aytayotdim, mana kecha o'tayotganimda Bulung'urdan yo'lni yami akub bosyapti. Kecha kun tartibiga shu masalani qo'ygan ekan. Ana bu bozor o'zi stenga qurish majburiyatlari bilan olgan-ku auksion. Anaqa loyihalarda ham bor. Endi bu joyda ijaraga olmoqchi ekan. Unda nima ma'no? Vaqtinchalik. Keyin u firmani ko'rsam, u ham qayin ukasiniki ekanda. Ya, bu aka bulardan so'raydigan narsa nima? U ham bo'lmaydi. Uni Keling, ham so'rayman. o'zlari bilan gaplashing aka. Stenga ishlaysizmi shu? Bu korxona emas, bu oldin avtoyo'lniki. Avtoyo'l korxonasi sotgan. Kimga sotdi? Kimosh savdosiga qo'yilgan, sotilgan. Kim tomonidan qo'yiladi? Davlat tomonidan qo'yiladi. Zaxiraga olinganmi? Bilmadim lekin ijaraga olingan bo'lishi mumkin. Aniq bilmadim. Nima deganda bu vaqtinchalik stenkada. Vaqtinchalik hozirga bepul qilib qo'yganmiz, shuning uchun. Yo'q, aka, qarang. Mana qonunchilik bo'yicha sizlarda ijara shartnoma bo'lishi mumkin bular bilan, UzAvtoyo'l bilan. Yo'q, agar UzAvtoyo'lni balansda bo'lmaydigan bo'lsa, UzAvtoyo'l qanaqasiga o'zini korxonasini sotib yubordi? U savollar tug'ilyapti deyman. Bunda davlat rahbarining xabari bormi degan narsa bor aka. Endi bilmasdim. Hamma yo'q, sotib yuboraversa. Hujjat bilan tegishli odamlar shug'ullanadi-da. Endi biz ko'rolmaymiz-ku hujjatni. Biz masalan aytilgan, masalan bepul ochilganligi haqida ko'rsatib berganmiz, bo'ldi, boshqa narsa emas. Ya endi bepul sizlar foydalanayotganinglar to'g'risida ijara shartnomami nima bor? Yo'q, sizlar sotib olganmisizlar bu yerda? Rahbariyatdan so'rash kerak. Mana bu yerda necha gektar davlatning yeri bo'lgan-da, bu yerda UzAvtoyo'lga tegishli yer bo'lgan-ku. Hozir yuring, bozor ma'muriyatiga boramiz, so'rab. Aytdik-ku, bozor yuristni chaqiring aka, kim bilan gaplashadigan bo'lsa, o'shalarni chaqiringlar. To'g'ri, bu yerda emas, yuring. Biz o'zimiz ana tashkilotga boramiz, bozor ma'muriyatiga gaplashib kerak. Yo'q aka, yana boshlanadi, u qiziq bo'lmaydi aka. Bo'lmasa joyiga chiqib o'rganaylik. Chaqiring. Joyiga chiqib o'rganish iloji yo'qmi? Joyiga chiqib qilamiz. Yo'q, mana bu UzAvtoyo'lni balansidagi joyi dedi aka. Assalomu alaykum. Men shu tashkilotda rahbar bo'lganman. Oldin endi 24-25 bo'lganman. Buni oldin 15, 16, 17-yilda rahbar bo'lganman shu yerda. Lekin bu yerda meni bir shuni nima desam, hokimiyatni qiladigan qarorga qarshi chiqqanim uchun meni iloji boricha bu yerdan ketirishga majbur qildi. Hokimiyat nima qaror qilgan ekan? Endi hokimiyat shunday qilganki, men bu yerda rahbarlik vaqtimda mana shu tashkilotni hokimiyat zaxirasiga berish to'g'risida xat berish kerakligini aytgan.
Bu o'zi odatda O'zavtoyo'l unitar korxonasiga tegishli bo'lmaydimi respublikaga? Xuddi shuni oldin uni balansida bo'lardi. Xuddi shuni to'g'rimi? oldin bizada bir so'raydigan odam bor edi-da. Chunki avtoyo'lni narsasini faqat avtoyo'l bersa olishi mumkin-da. To'g'ri. Endi belki hokimiyat kelib sen tashkilotni hokimiyat zaxirasiga berish uchun xat berasan, men bermaganimdan keyin har xil o'yinlarni qila boshladi. Bu yerda 2 yil, 3 yildan beri umuman na gaz bor, na svet bor. Demak, bu joy o'sha avtoyo'lni balansiga joy bo'lgan. Hozir mana aytishyaptiki, bizga o'sha yopiq auksion o'tkazib, bozor ma'muriyatini kimdir sotib olgan bu joyi ham va bozor bilan bugungi kunda bu yerda o'rtalarida ijara bor deyishyapti, ijara shartnoma. U ham bozor ma'muriyatiga taalluqli bo'lgan insonning joyi va bozor hisob raqamidan xarob pul o'tkazayotganligi to'g'risida ma'lumot berishyapti. Mana shu holatlarni barchasini tegishli tashkilotlar albatta o'rganib chiqish kerak deyman. Mana bu joy o'sha avtoyo'l balansidagi joy bo'lgan, yopiq auksionda o'tkazilgan, balkim qonuniy o'tkazilgandir. Biz uni to'liq bilmaymiz, lekin bizga berilayotgan ma'lumotlarga qaraganda yopiq auksionda tanish-bilishchilik qilib yuborilgan davlat aktivlari orqali degan masala ko'tarilyapti. Hozir menda yana bitta savol tug'ilyapti. Yo'llarimizda muammo qolmadimi? O'zavtoyo'lga tegishli bo'lgan binolar va joylar sotilyapti, auksionga qo'yilib. Yo'llarimizda hali muammo ko'p-ku yoki davlat rahbarining bundan xabari yo'qmi? Ko'rdik o'sha davlat aktivlarini boshqarish agentligining rahbarini o'sha davlat rahbari tomonidan o'zi tanqid qilinib, o'sha ma'lum summadagi joyi teng yarmidan past narxda sotilganlarni ham. Ham bu bo'yicha surishtiruvlarimizni davom ettiramiz. Endi mana shu yerda men ishlagan paytimda buni eshitganda odamlar sotyapti degan bozordan bolalar keldi. Shu 24-yili. Auksionda qatnashamiz deb. Ha, endi auksionda qo'yilgan ekansizlar, sotayotgansizlar deb aytdim. Yo'q, bizning xabarimiz yo'q bundan. Keyin aytdim, bizning tashkilotimizda 13,5 milliardga qarzimiz bor. Aka dedi, mana shu 14 milliard qilib beraylik tashkilotimizga dedi, qarzingizni to'lab beraylik. Biz shu yerda olaylik dedi. Agar sotadigan bo'lsa aytdim, yo'q, bizga bog'liq emas, yuqori tashkilotimiz qiladi dedim. Shu bilan biz bilmaymiz-ku, bu tashkilot sotilibdi. Mana bu tashkilotni bir buzishdan oldin akit razborka bo'ladi. Endi bu buzish dalolatnomasi bo'ladi. Mana shu taklarda hamma joy taxta qolib ketgan. Polni tagida taxta qolgan. Yangi remont qilingan uylar edi bu. Ustiga quyosh panellari qo'yilgan edi. Mana bu yerda 50 metrga 30 metr skladimiz bor edi. Mana bu yerda yana bitta xuddi shunaqa sklad buzib tashlagan. Bu yerdan chiqqan materiallar umuman yo'q. Bor lekin bu 20-30% olib borib zavodga borib tashlagan. Demak, hozir sizni iddao qilishingizcha, demak bozor rahbariyatiga tegishli bo'lgan shaxslar tomonidan yana yopiq auksion o'tkazib bu sotib olgan. Xuddi shuni biz bilmas edik. Hozir kecha internetda bir ko'rdim bozorda masalasi bo'yicha-da, keyin shu bilan men ham qiziqib qoldim. So'rasam, haqiqatan bizda ham shu yopiq auksionda o'tkazilgan ekan. Endi men o'sha zaxiraga olish to'g'rida xat bermaganimdan keyin meni nima qildi bular ishdan bo'shatishga majbur qildi. Chunki men 84-yildan beri ishlayman shu tashkilotda, shu sohada. Endi men yuqori tashkilotimga xat beribdi, taqdimnoma yoki men noloyiq ekanman shu yerga. Men noto'g'ri ishlayotgan ekanman. Bu yerda sotilib ketganidan Respublika avtoyo'l rahbariyatining xabari bormi? Avtoyo'l rahbarini aynan Jamshid Tursunov o'zi menga telefon qildi. Kim bordi? Kim so'radi? Men aytdim, shunaqa bir Toshkentdan kelgan odamlar shunaqa sotib olamiz deb kelibdi. Qiziqishib ko'ring bu bilan. Bu shu pullargacha bunaqa narsa bo'lmagan. Keling, men sizga bitta narsaga aniqlik kiritdik. Siz bu yerda o'sha avtoyo'l balansida bo'lganda bu binolar bo'lgan, bu yerda faoliyat yuritgan va siz shu yerda rahbar bo'lgansiz. Tuman hokimligi sizga bu joyni zaxiraga qaytarishga qo'l qo'ygin deganmi? Xuddi shunaqa. Siz qo'l qo'ymagansiz. Yo'q, qo'l qo'ymaganman. Qo'l qo'ymaganligingiz oqibatida siz ishdan ketishga majbur qilishdi. Mana shu yerda teragimiz bor edi. Mana shu teragni odamlar sovqatgani uchun qishda sovuq, na gaz bor, na svet bor. Odamlarning qarori bilan tashkilotda yig'ilish qarori bilan buzganmizda. Faqat ko'mirga ataplini qilish maqsadi. Yaxshi, u demak siz nima sabab bilan bo'lsa ham ishdan olindingiz. Ana undan keyin bu hokimiyat balansiga qaytarildi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hokimiyat balansiga olib turib, keyin yopiq auksionda boshqa bir odamga sotilgan, boshqa bir odam shu bozor ma'muriyatiga tegishli odam deyishmoqda. Va bozor ma'muriyati hisob raqamiga tushgan pullardan
bu yoqqa ijara shartnoma qilib pul to'lanadi degan vaj keltirishyapti. Bu holatlar bo'yicha biz viloyat hokimligiga borib, davlat aktivlari va o'sha tegishli mas'ullar bilan gaplashib aniqlik kiritamiz. Bizdan ham ko'proq vakolati bor, tashkilotlar bor. Ular agar bu ish bilan shug'ullansa, barchaga manfaatli bo'lgan bo'lardi, ayniqsa davlat byudjetiga. Rahmat, o'zingizlar charchamayapsizlarmi? Xizmatlar bilan. Birgamiz. Shularning murojaati bilan kelganmiz-da biz. Bozor vakillari. Ana ko'plab tuman hokimliklariga yo boshqa bir tashkilotlarga borganimizda qo'riqlash xizmatlari xodimlari bilan sal tortishuvli videolarimiz chiqqan ijtimoiy tarmoqlarda. Aynan mana Samarqand viloyat hokimligidamiz, akamiz bilan mana yaxshi gaplashib tursa, hech qachon hech kim tortishmaydi, boshqa qilmaydi. Mana minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Kuzatishda davom etasizlar. Chiqishdimi? O'tirib ola qolasiz, masalan, tikka tursa g'alati emas. Qarang, bizga Mirbozordan ulushdorlar, ya'ni mana akalarimiz turishibdi, bular ulushdor. Bular yangi investor. Narpay Mirbozor bozoridagi tadbirkorlar. Bular endi ulushdor bo'lgan, foiz o'zlarining o'rtada kelishmovchiligi bor. Biz o'tgan safar bir yoritgandik, tuman hokimligiga borib bu masalani biz aytgandik. Hech qanaqa bir izlanish, hech qanaqa bir yechim bo'lmagan. Shuning uchun viloyatga kelyapmiz. Endi bu yerda ham bo'lmasa, respublikaga borishga ham majbur bo'lamiz, lekin men umidim bor. Chunki Samarqand viloyat hokimligi bilan biz hamkorlikda ko'p ishlaganmiz. Yechilmagan masala bo'lmagan. Hozir bular iddaosi, bular o'zlari ham vaqtida investor bo'lishgan, hozir ham ulushdor. Bular qonuniy, kimlardir endi o'zining ulushini sotib ketgan, endi bulardan rozi bo'lib, bu bozor, hammamiz xabarimiz bor, 51% har doim hokimiyatda ulushi bo'lgan. Bu bozor ulushini yopiq auksionda hurmatli prezidentimizning qarorlariga asosan yopiq auksion o'tkazib sotilgan 3 milliard kamida, adashmasam 3 milliard edi. 3 milliardga sotilgan. 3 milliard 700. Yo'q, hozir tushuntirib olay. Sotilgan yopiq auksionda qolgan mana ulushdorlar, ya'ni bulardan oldin aytdi ulushdor bo'lgan odamlar-da bular. Bular norozi bo'lishyapti-ku, yopiq auksionni 3 ta firma, ya'ni qarindoshlar bo'lgan firmalar o'zlari o'tkazib, hech kim xabari ham bo'lmagan, biz ham qatnashardik kerak bo'lsa, mana bu summaga biz ham olardik buni. Yo'qida o'zimizga taklif berilmagan bu masala bo'yicha degan bir iddao qilishyapti. Biz buni o'tgan safar qo'yganmiz. Endi hozir yana ikkinchi iddao bo'lyaptiki, umuman Mirbozordagi tadbirkorlarning bugungi kunda noroziligi. Ana hozir biz Mirbozorga ham bordik, sal odamlar yig'ilib ketyapti, biz to'xtatib qaytdik, chunki maqsad odamlarning to'plash emasdi. U yerda ko'pchilik yana norozi bo'lyaptiki, Mirbozor oldin hokimiyat balandsidaligi vaqtida nazorat bor edi. Xohlagan summani xohlagan odam qo'ymasdi. Bugun 2 baravarga narxini oshirib yubordi. Ana shartnoma bo'ladi, patent, o'sha ijara shartnomalari, boshqalari mana 2 baravar narx oshib ketdi. Biz qiynalyapmiz. Oqibatda nima bo'lyapti? Xalqimizga mahsulotlar qimmatlashadi. Tadbirkorlar nima qiladi? Bularga to'laydigan pulni mahsulotning ustiga qo'yib sotadi, yana qimmatlashadi. Bozor sun'iy ravishda narx oshishiga olib kelyapti bu narsa. Yaqinda hurmatli prezidentimiz ham bir e'tiroz qildilar, bir bozorga ana olib tashlashdi-yu, davlat aktivlari rahbarini arzimagan pulga qo'yib yuborgan deb. Bu yerda ham mana bular shunaqa bir arzimagan. Endi 1000 ga yaqin do'kon bor ekan. 780 ta dedilar bular, endi bular 1000 taga yaqin deyishdi. Shuncha do'kon bor ekan. Narxi ham juda arzon hisoblangan. Sotish jarayonida 3 milliard 700 million. Endi bu bozor endi yerini o'zi qancha? Yerini o'zini agar davlat narxida oladigan bo'lsak, bundan tashqari u 1000 ga yaqin do'kon bo'lsa, u do'konlari bilan hisoblaydigan bo'lsa 3 milliard 700 milliondan ancha-muncha. Endi to'g'ri bularda investitsiya kiritish majburiyati ham bo'lgan uning orasida. Uni ham aytishimiz kerak. U narxdan tashqari investitsiya kiritish. Biz xolismiz, biz hech kimga yon bosadigan advokat ham emasmiz, boshqa ham emasmiz. Lekin prezidentimiz o'zi ham shu tanqid qildilar shuni. Arzon narxga berib yuborgan deganda, bitta boshqa bozor. Aynan bu bozorda ham mana shu hozir mana kelgan tadbirkorlar ham kadastrimiz bor qo'limizda, ham mol mulk solig'ini to'laymiz, yer solig'ini to'laymiz, kamiga bozorga to'laymiz. Endi yana 2 barobar narx oshildi.
bozor xususiy bo'ldi degan xohlaganini qilish kerakmi degan bir e'tiroz qilishyapti-da. Mana shular hammaligining gapi shu. Endi ertaga yana ayollar, ko'p ayollar ham murojaat qildi. Biz uni qo'yamiz anaqaga, YouTube'ga, ijtimoiy tarmoqlarga. Pajarniy xodlarda, masalan, bu bozorda yoyib o'tiradi endi ko'chada. Hamma bozor endi xalqi uyida endi olib qarasangiz. O'shalarga endi joy qilib berish sharoit yaratilmagan, keyin pajarniy xodlarga qo'yib tashalganligidan e'tiroz. Men bilmadim, pajarniy o'sha Narpay tumanida ishlamaydi shekilli, pajarniy bezopasnost. Agar ishlaganda bu narsalarga yo'l qo'ymasdi. O'sha pajarniy xodlarda ham mana syomkalarni ham oldik, to'liq savdo rastalari bo'lib ketgan va hammaligidan u do'konlardan tashqari yana kundalik patta olinayotganligi boshqa. Chekini so'radik, chekini berishayotgan ekan, lekin o'sha hamma narsa qonun tartibida belgilangan tartibda bo'lishi kerak-ku degan bir iddao bo'lyapti-da. Bizga sharoit yaratib berishsin, investor bo'lgandan keyin mana shu pajarniy xodida emas, bir yaxshiroq joyda bir joy tashkillashtirib bersin, yo boshqa qilib bersin degan bir talab. Endi mana salkam 1 yil bo'lgan bularni olishganiga bizning xabarimiz bor. 1 yildan beri kiritilgan nazorat bo'lish kerak-ku, baribir hokimiyat unga tadbirkorga, investorga bergani bilan uni bo'ldi, bilganini qilsin degani emas-ku. Hokimiyat o'zini nazorat ostida ushlaydi. Ya'ni investorga qo'ygan talablar bajarilyaptimi, yo'qmi, boshqami, har bir holatini o'rganib chiqish kerak degan bir fikr bor-da endi. Shuning uchun biz hokimiyatga, viloyat hokimligiga aynan keldik. Mana shu holatni bir o'rganib, borni boricha, mayli o'sha auksion qanaqa o'tgan, boshqa qilgan, balkim o'sha vaqtda balkim bu aniq ayblov emas, shunaqa gumon, mana bularning talabidan kelib chiqib tanish bilishchilik qilingandir haqiqatdan. Ularimiz orasida bo'lmaganmiz, ko'rmaganmiz. Shuning uchun mana viloyat hokimligi, viloyat hokimi shaxsan o'zlari nazoratga olib, shuni o'rganib chiqsalar degandik. Endi biz bu masalada administratsiyaga ham borishimiz mumkin. Mana shunaqa holat bo'lyapti mana tumanda, mana viloyatda deb. Yo'q deylik, o'sha hozir davlat aktivlarining respublikasiga borishimiz mumkin. O'sha sizdan oldingi rahbari mana bu holatim, mana bu norozi hali ham shuncha odam. Endi buni o'zingizlarga iltimos qilamizki, baribir bu viloyat o'zingizlarniki va sizlardan yaxshiroq o'rganadigan odam yo'q o'zi aslida. Mayli, arzlarimizni berib ketingizlar bo'lmasa, ko'rib Mirzaga ham keladilar. Xudo tegishli bo'yicha mashg'ulotlarga yo'naltiramiz. Xudo xohlasa tezroq. Arzamiz 1 yildan beri tekshirilmaydi dedi. Samarqand viloyati hokimligi ishlayapti. Shaxsan men o'ziga 8 oy bo'lgan ariza berganmiz. Mana shu masala bilan. Ko'rishtiraman hokimga degan. Ko'rishtirgan yo'q. Viloyat hokimi bilan. Qara Sherbek Bo'ronov kelsa mana bu yerga. Birinchi o'rinbosar investitsiya bo'yicha. Sal o'zi qo'lga oladi. Men o'zim qo'limda aka. qamaganlarni aytyapman. Men odamga gapirish foydasi yo'q. Yo'q, aka, bitta narsa to'xta. Hozir aka, buni hokim yo birontasi qabul qilsa-da, biz bu odam bilan ishimiz bitmaydi. Mana aka keldilar. Berganmiz aka. Nima javob bermagan? 8 oy bo'lyapti. Javoblar chiqarib beramiz, bo'ldi sizdan olib. Qo'lim shunday turadi. Nima hokimiyatga yo'l borish kerak. Javob emas, men aka bo'lmadim, sizlar aka ko'rib turibman. Men shunday turaman. Aka, bitta narsani eshiting. Sotgansini 3 milliardga. Mana keldi. Sotganlar bo'lsa javob. Doim nimaga? 1 yil bitta hokimiyat masalan nazorat qilishga investitsiya. Bo'ldi, murojaat olamiz, kerak bo'luvchi keslar. Hozir aka, bitta narsa. Tumanda 1000 ta tadbirkor yig'ildida yig'ilish qildi. Mana videolar bitta turib mana bu gapira, hokimiyat o'tiribdi. Tadbirkorlar norozi gapirsa, bu bola turib gapiramiz. Men yo'q odam mana bu borgan. 2 ta 3 ta odam. Aytadi, bu hamma gapga bu xush. Hokimga savol berasiz, uni javob beradi. Men e'tiroz bildiraman. Mana shuni. Bu kim bu investor ishini qilsin. Har bitta loyihasi yo'q. 1 yildan beri hallaydi. Yo'q, Ulug'bek aka, siz tuhmat. Mana menda sizga gapirishga gaping hokimiyat. Menga Sherbek bilan to'xtatdi. Aka, to'xtanglar, bu yerda to'xtanglar. Aka, hokimni olib kirishimiz kerak. qarang, hozir 1 minut to'xtang aka. Shoshilmang. Hokim bilan ko'rishmoqchi. Janjal chiqmasa hech aka, men borgi 1 yildan beri chop beraman. 1 yildan bo'lsa-da, masalan, sizga ariza beraman. Shaxsan shaxsan sizga berganman. 10 yildan bo'lgan biz. Hozir 1 minut aka. Bundoq qilaylik. Hozir arzalar bormi? Ko'raylik hozir. Arza berib beramiz. Buni hokimni o'ziga beramiz. Bo'ldi, biz kutib turasizlar, men aytaman. Murzaga keladi Toshkentdan. Viloyat hokimi. Hozir hudud hokim o'zi deydi. Men aytma, hududlarga yuribdi. Yerga ijara to'lagan odam bevosita yer solig'i to'lovchi.
yerga ijara to'lagan odam bevosita yer solig'i to'lovchi. Sen aytgan narsa. Sizga mezga kodeks bilan keltirib Bu beraman. kodeksingda biz ko'p sen eshitganmiz, noto'g'ri kodeks keltirayotganingni keltirib ham tushuntirib ham berganmiz. Buni syomkalari ham bor. Biza aytadigan narsa sen yerni sen davlatdan ijaraga olgansan, ijara olgan odam ham soliqni ijarachi to'laydigan soliqni kodeksi bor ekan. 460-mi moddada. Aka, qarang, hozir bular aytayaptilar, mana bitta bozor bo'yicha bulardan eshitdik. Ya'ni hammani yer, mol-mulk solig'i to'layapman deyaptilar. Ham sizga ijara to'layotgan ekanlar-da. Ya, bu qarang, siz savolingizga javob. Agar sizni yeringiz agar mulkingiz bo'lsa, bozorda kadastri bor, mulkingiz bo'ladigan bo'lsa, unda siz nima 3 xil shartnoma bor o'zi. Rasta shartnoma bor, infra shartnoma bor, keyin ijara shartnoma bor. Ijara shartnoma bo'ladigan bo'lsa, siz do'koningiz bozor balansda bo'ladigan bo'lsa, ijara shartnoma bo'ladi. Agar sizni bozorda yerida agar mulk kadastri bor, mulkingiz hujjatingiz bo'lsa, siz bilan infra shartnoma bo'ladi. Agar sizda rasta bo'ladigan bo'lsa, siz bilan rasta shartnoma bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bular aralashtirib o'ryapti-da hozir. Hozir hamma bilan rasta shartnomangiz bormi sizda? Yo'q, rasta emas. Mana agar sizda rasta bo'lsa, rasta shartnoma bo'ladi. Yo'q, bormi sizda? 100% bozor bo'yicha-da. Hozir qarang, bitta masala hozir bu kishilar aytayapti, 1 yil bo'ldi, nimaga o'zgarish qilmayapti? Qo'ymayapti-da, o'zgarish qilgan. Bundan keyin qo'ymaydi. Yo'q, to'xtang. Gapira-olay. Endi seni o'zingning ham skrinshotlarimiz bor. Ommani, xalqni to'polonga, qo'zg'olonga qilgan haqingda ma'lumotlaring ham bor. Endi eshit. Yo'q. Mayli, biz men nima demoqchi bo'lganim, deganim. Endi savolingizga gapimni eshitdingiz. O'sha yerda hozir qanday beramiz dedim. To'g'rimi? Men nima chiqadi? Ikkovsi gapirmasdan sabz tushmaydi. Bizdan chiqishda qanday beramiz? Almashtirish, pul berish, joy berishdan. Yoki nimaga qaramas? Joy berish. Haqiqatan kvadrat beraman. Menga nima dedingiz? Bo'l kvadrat beraman, 4-etaj bir joydan beraman. Yo'q, uni demadi. Sizga men aytdim tushuntirib. Sizning mulkingiz, qonuniy hujjatingiz bo'lsa, 3 xil almashinuv bo'ladi. Gapira-olay, iltimos. Siz aytdingiz, yo o'rniga o'rin olasiz, shu kvadratdan kam bo'lmagan, yo almashinuv qilinadi. Misol uchun nech pul bo'lsa, 10 ming bo'lsa, 20 ming, 30 ming bo'lsa, shunga qarab almashinuv bo'ladi deydi. To'g'rimi? Yo bo'lmasa, kvadratdan kam bo'lmagan kvadratda joy beriladi. O'zingiz tanlaysiz uni. Tushunyapsizmi? Mana eshiting mana. Endi men sizga aytdim, agar siz sentrroqdan, yaxshiroq joydan agar olaman deydigan bo'lsangiz, va o'sha joydagi bo'lsa 50 ming dollar chiqadigan bo'lsa, misol uchun, sizniki bo'lsa 30 ming dollar mulkingiz bor. To'g'rimi? Misol uchun 20 ming dollar shunda berishingiz mumkin. Agar yo'q, men kvadrat ber deydigan bo'lsangiz, sizning qiymatingizda mulkingizga yarasha joydan beriladi. U siz zarar ko'rib qolishingiz bu yerda noto'g'ri uni. Hozir qarang, Ijarani tushing deyapti. Ijara kerakmi? Inson qiladigan tashkilot emasman deyapti. Shuncha odam. Yo'q, qarang, bu savolingizga javob boya Jahongir akaga men telefonda aytdim. Oddiy misol mana bozor ochilib yotibdi. Dala bo'lib yotibdi. Ruboy bironta odam kelib bozorga nimadir tashab ketsa, javobgar odam yo'q. Men aytayapman, men javob bera olmayman. Shuncha million dollarlar odamlar yuk mulki turibdi. Xabaringiz bo'lsa, mana yetak hozir gapira olay. Javob bermaydi. Yo'q, xo'p, javob beradi. Bozor yonsa siz javob bermaysiz. Buni nima milligarda bo'yniga oldi hozir. Qo'ysangizchi shuncha bozor yonyapti ko'ryapti. Yo'q, o'sha bo'lmasdi. Men chaqiraman, Milliy gvardiya boshlig'ida ularning ustavi nizomida aytadi, men mana fuqaro uchun men faqat daxlsizligini saqlab beraman. Shunday bo'ladi. Yo'q, jamoat xavfsizligi. Jamoat xavfsizligini saqlab beraman deydi. Lekin bozor yonsa deydi, men uni deydi, milliardlab tovariga javob bermayman. Eshiting mana. Endi bironta bozor ham xususiy bo'lmagandan keyin hech kim uni qo'riqlagani yo'q. Nima qo'yadi? Mana qarang, hozir gapira olay men savol uchun. Hozir biz mana shu mart oyi biz shartnoma qildik aka. 300 millionga yaqin shartnoma qildik Milliy gvardiya bilan. Endi ijarani narx oshganligi 350 million 400 million atrofida summa bo'lgan. Endi eshiting. O'shaning 80% o'sha mana shu oydan boshlab biz qo'riqlashga Milliy gvardiyaga beramiz. Pistamizga oladigan joyimiz yo'q. 300 million oylik to'lov. 19 ming joyda 35 ming so'm bo'lyapti. Shuncha ko'p bitta Jahongir aka, qarang, respublikada hamma joyda bozorlar bor. Har bitta tumanda, har bitta bozorda qo'riqlash xizmati bor. Bajarniga to'lov bor. Lekin ijara to'lov o'sha-ku. Viloyat hokimi chiqargan qaror asosida nega hammaniki qoplaydi-yu? Nega bu kishiga biriga bir ko'paygandan keyin qoplash kerak?
Men shu joyga tushunmayapman. Infratuzilmasi Toshkentdan Toshkentdan ziyod emas yoki Samarqand shahridagidan ziyod emas-ku. Sizga endi qarang, sizga savol beraman. Mana magazinchilar o'zlari Milliy gvardiya bilan shartnoma qilib 500 ming, 600 ming so'mga qo'riqlashga bir oyga topshiryapti. Hozir topshirishga hojat yo'q. Ichida bo'ladi. Yo'q, ikkitasi emas. Mana mo'lni magazinda. O'shanda bo'lsa, kimga o'ziga kerak bo'lsa qilsin. Xo'p, bo'lmasa bozorda mayli. Bo'lmasa kimdir to'rtta mart chiqsinda men bo'ynimga olaman, mayli ochib yotaversin deb kimdir bo'yniga olsin. Men nega olaman? 100 mingni bering. Bo'ldi. 100 ming aslida meni savolim borda, mumkinmi? Men o'ylimga olaman. Savolim bor, mumkinmi? Siz nimangiz bor bo'yningizga olib? Nima? Akalar, mumkin savolim bor. Zaloyingiz bormi? Qanday javobgarlik bor? Mulk bormi? Bozor yo'q. Qora odam deydi aka. Qora odam deydi. Sen kimsa seni fuqaromi? Yo'q, qarang. Davlat tashkilotiga topshirganimiz bozor xavfsiz bo'lgani hammamizga yaxshi. Bunday narsada Mana hozir men mana bu kishi bilan tortishib qolsam, urushib qolsam, ular xavfsizlikni shu ta'minlab beradi-da. Hozir asosiy masala borki, biza arzimagan ijara bo'lib ketgan. Bitta narsa, hozir bizaga viloyat hokim kerak. Mana shu narsani o'zi kutdim. Davlat aktivlarida masalan mutaxassis. Hozir mana bu aytyapti, ta'sischilar deyapti. Bizaga investitsiya shartimiz. U bo'yicha u bilan gaplashishimiz bor. Lekinda mana bozorda 84 ta aka do'kon narxlangan. 84 ta do'kon. Auksionga qo'yish jarayoni. Qo'yishdan oldin. Bu narsani bilan o'zi ham biladi. 84 ta. 84 ta. Vaholanki nechta do'kon bo'lgan o'sha vaqtda? Aka, faktiski 800 yo'q, bo'lmaganlar. Hozir nechta do'kon bo'lgan? Qarang, 84 ta baholangan. Bozor balansda do'kon bo'lgan. Har ham shunday. Ostini ko'rsangiz ham, tegini ko'rsangiz shunday. Qolgani endi qurilib ketilgan. Kadastri bor, kadastrim yo'q. Yo'q. Kadastr borlar bor. Kadastr yo'qlari ham bor. Lekin uni, noqonuniy bu birdan buzib tashlay olmaysiz-ku. Yo'q. To'g'rimi? Yo, o'zi buziladigan bo'ldi. Yo'q, umuman o'zi yangi loyihaning ichida hamma rekonstruksiya bo'lgandan keyin hamma joy birdan tartibga olinadi u narsa. Hammasi buziladi. Hammasi tartibga olinadi, ha. Bu yerda endi Jahongir bitta masalada hozir aytyapti, to'g'ri aytyapti. Bajarni xod, boshqa haqiqatan to'g'ri. Men o'zim bir necha marta buni tartibga olishga harakat qilganman. Lekin biz bu bilan xalq norozilik ketadi. Hozir shunga biz raqamli bozor real bilsangiz kerak. Raqamli bozor programmasini ishlab chiqaryapmiz. Hamma joyda raqamlashtirib, keyin Qarang aka, bundoq qilaylik. Bularni e'tirozi gapirib olaylik. To'xtab turing, gapirib olaylik. Mayli, tugatib olsanlar gaplarni ayting. To'xtab turing. Ayting. Hozir mana bolalarga masalan, hozir tadbirkorlarni endi ko'pini. Mana bitta buni yaxshi taniyman, misol anosida. 2 etaj magazin bo'lgan. Investor olaman degancha 85 ming, 90 ming dollarda. Agar yolg'on bo'lsa, yolg'on desa mana ular. Do'kon narxi. Do'konning narxi aka. Bu chunki o'sha vaqtda katlavan holatda deylar, masalan, qurilish jarayonida 25-30 ming dollar xarajat qilib olgan. Uni ham kimdandir olgan aka. O'sha bozor ma'muriyatidan olgan shartnomasi bor. Endi buni hujjatini ko'rsatyapti, 20 millionmi shunaqa oldi sotdi. Men aytdim, kadastriy davlat ro'yxatidan o'tmagan jo'ra. Birinchidan bu narsa haqiqiy emas hisoblanadi. Chunki ertaga bozorda aka maqsad nima bo'lgan? Bunaqa do'konlar bor, 450 dan ziyod. Hozir bular bitta qonun chiqardi, yolg'on bo'lsa yolg'on deb. 35 ming so'm kadastri borlarga, kadastr yo'qlar 42 ming so'm ijara qilib qo'ygan. Chunki kadastr, endi mana shu joyda bir aniq bitadi. Lekin aka, bitta narsa, auksionda aka, masalan, mana qaysidir uyni masalan sotishga sinosga tushganda o'sha joyda ham aka investor sotib oladi yerini. Lekin aytilar, masalan shu joyda 50 ta yo 100 ta xonadon bor. O'sha narsa bozor qiymatida narxlab olish kerak kelishib. Bu masalan aka, auksionga mana qo'yishdan oldin nima bozordagilar hammasi bular yo'q odamlarmi? 800 tadan ziyod do'kon bor. Birontasi kim ittaga bularga, aka men gapim yolg'on bo'lsa, o'zi mana bular tasdiqlaydi. O'zi menga aytdi, aka kadastr qiymati dedi, 30 million pul beramiz deyapti. Tushunyapsizmi? Kimga aytibdi? Kim aytibdi? Menga aytganda bittasi. Ha, tuhmat qilmaydi. Bittasi aytgan. Lekin bitta narsa, ma'ruf. Mana shu gapni tasdiqlagan odamlar bor.
hozir menga tasdiqla ekan. Hozir ma'ruf men gaplashib gapirib oldi qochdi emas, bu realniy. Realniy fakt. Agar borki davlat meni 40 ming edi do'konim misol. Hozir kim oladi? Misol deymanda, qaydan biladi? Balki 100 ming bo'ladi, 80 ming bo'ladi. U etapga kelingan yo'q. Sotmaymiz, sizlar kelmaysizlar. Ben sotmaymiz biz. Sotmaymiz. Kim sot deyapsiz? Qanday Kimdir yo'qdan oldimi hozir? Hozir 51% sotilishda davlat nimaga xalqning manfaatidan bir biza sotyapmiz. Mana aka shunday 3ta yaqin tanishlarga beryapmiz, 3 milliardga oladi. Bir yildan ziyod bo'lyapti aka. 900 xohlasang tuhmatni yo'q, isbotlab ber. Isbotlab beraman. Bor, mana o'sha firmalarning isboti qila olmaysan. Chunki o'ynagansan. Qayning o'ynagan, sen o'ynagan. U isbot bo'ladi. Isbot bor, qo'lingga kelgan. O'zingiz ta'sischi bo'lgan. Men senga yana aylantirmadi. Mana shu Sherbek Bo'ronov 60 millionga sotyapman dedi. 60 million dollarga sotyapman dedi. Sherbek Bo'ronov. Hozir kesin yuzimga qaraladi mana shu. Men aytdim bular nima uchun ish kuydirib aka soting deb bularni qilyapsan. Bilsam bu kuyov ekan, keyin bildim. Men hech qana kuyov emasman. Bo'ldi. Bu bo'yicha jazosi bor. Bo'ldi, jazosi bersin. Bir yillik jazo qilasan. Tuhmat. Delalaringiz unda turibdi. Bo'ldi, turaversin, u turadi. Chunki isbotlab Sen ishlagani kelganmisan, dealerlardan bu ko'rasan. Meni taniysanmi? Ya qarang, bular o'zi Sotgan, meni taniysanmi? Mana. Meni taniysanmi? Duni tas o yo'l qiladi, ko'proq qiladi. O yillikka xalqniki. Ega nimaga kirasan? Menga nima yoqqa kirib, nima men ish? Men 2000 ta terak ekkanman o'shiga. 2000 dona. Ha, menga nima aloqasi bor? Yo'q ana, o'sha teraklar yo'q hozir. Ha, shuni ham olsinlar sizlar. Ha, shu teragingiz yo'q. Siznikimi? Meni teragim. Hujjati bormi? Hujjat menga qara. Men hujjat yo'q tashkil terak uchun sudlanib, o'shaning yoniga Ha, endi to'g'ri. Hujjat yo'qligi uchun sudlanib. Ha, endi bu 2000 Buni xabarim bo'lmagan. Endi shunchalik gap dona kelsanki, o'ylama, puling ko'pdir, jo'rang ko'pdir. Sen agar bular bilan musodara qilib ishlamasang, xudo bo'lmaysanmi? Ishlayolmaysan. Aynan sen noto'g'ri tashkilotga kirib, men tashkilotingizga men nima qilamiz tashkilotda? Sen menga qara. Men bilmasdim, mana kecha Mirbozorni anosida ko'rdimdan keyin majbur bo'ldim. Bugun men bu ikkita ushlab oldim, topib oldim. Men umuman xayolimda yo'q edi bu narsa. Sizni noqonuniy terak egib, sizni jarima qo'ygan menga nima aloqasi bor? Yo'q. Men platformaga kiritganman o'sha terakni, 2000 ta terakni. Menga nima aloqasi? Vaholanki meni 200 ta terak uchun sudda meni prokuratura qamoqchi bo'ldi. Sizlar nimaga kirasizlar bu yoqqa? Men nimaga kiraman unga? Yo'q, meni endi auksion o'tkazibsizlar. Qanday auksion men o'tkazdim? Yo'q, meni yopiq auksion o'tkazgansizlar-da. O'zaqda yo'lni balansida bo'lgan hududda korxonani siz buni ham yopiq auksion bilan sotib olgansiz degan iddao qo'ydilar bular. Qarang, Sardor aka, xuddi shunday deyapti. Shunday deyapti mana, bular tuhmat, kamerani chiqarib. Gapira olay, javob bersa men javob Sardor aka savol berdingiz, javob beryapman. Bular tuhmatiga sherik bo'lyapti. Birinchidan. Ikkinchidan, yopiq auksionda olingani yo'q. Ochiq auksionda turgan, hech kim olmagandan keyin men kirib olganman. Bu duvmi? Avtoyo'lda o'sha Mirbozor bozorida baribir hech bir Ro'za Ramazon oylarida tepada egasi bor. Yolg'on gapirma. Men rahbar bo'lganman o'sha yerda. hech birga olmagan. Olmagan. Ismingiz kim edi? Bahodir ismi. Bahodir aka, qarang. Sizga yana aytyapman. Ochiq auksionda turganligi uchun hech kim olmagandan keyin 1.7 milliardga qanchagadir men ochiq auksionda olganman. Xudodan qo'rqmaysan, shu kim edi buni aniqlaymi? Rahbar o'zim tashkilot auksion Qara. Meni o'sha sherbekga xudodan qo'rqmaysan sizlar. Davlat vakillari keladimi? Sotib olganman. rahbarni xabari bo'lmaydi. Men auksionda Akalar, bitta narsa auksionga davlat aktivlari qo'yadi, hokimiyat qo'yadi. O'shaning uchun savolni to'g'ri beraylik. Chunki hozir davlat aktivlari kelyapti, biz savollarni biz ularga beramiz. Bularga emas. Jahongir aka, keyin mana hozir bular tuhmat qilyapti, ochiq yopiq auksionda. Mana men Endi bular eshitganini aytyapti, shuncha aniqlik kiritgani kelmaydi. eshitgan demayapti-da. Sen so'raganlar kim? Sardor aka, mana siz mana qonun tushunasiz. Yopiq auksionda bo'lmagan. Meni ham qarang, eshiting mana. Auksionga qo'yilgan. Auksion 1 million qanchaga olindi? 1 yil necha gektar? 1.7. Menga ana boyagi bir bozorda qarang, Narpayliklar kanali bor. 1 million 400 millionga sotdi.
Jahongir aka, har bir tuman ijtimoiy kanali bor-ku, Narpaylikda kanalda ham 16 mingdan odam bor. O'sha joyga ham e'lon chiqqan. O'sha joy sotilyapti ochiq auksionda degan. Men kecha bunday bo'ldi. Hozir men yopiq ochiqlikni Hozircha aniqlik kiritib olaylik. shuni qarindoshligini man kallamga javob beraman. Uni tuhmat desa ham mayli, mana yozib bersin. Chunki kecha bozorga yig'ilishga chaqirildik. Qaysi kuni? Endi boshqa tema. O'tgan kuni. Yo'q, mana buni tugatib olaylik aka, hozir mana buni aniq hozir men savolim berib olay. Aka, qarang, u mayli Aktivlar kesin o'shanda olaman. aka, hozir ochiq auksionda bo'lgan, to'g'rimi? O'sha avtoyo'l balandsidagi yer bo'lgan, u hokimiyat manimcha zaxiraga olgan, keyin auksionga qo'ygan, siz unda qatnashib yutib oldingiz. Hozir u joy kimning nomida shu joy? Bizning nomimizda. O'zingizning nomingizdan? Shu yil oxirigacha yerda logistika markazini ishga tushyapti hozir. Hozir avtostoyanka qilib qo'ygansiz. Vaqtinchalik. Vaqtinchalik. Chunki tirbandlik ko'payib ketgan-ku, odamlar qiynalib ustiga chiqib ketganiga xalq uchun bepul vaqtinchalik qo'ysin degan. Bepul endi yana bitta idao bo'lyapti. Biz bunga ham aniqlik kiritishimiz kerak. Mayli, uni biz boshqa joydan ham aniqlik kiritamiz. O'zingizdan ham so'rab qo'yaman. Aynan o'sha siz bepul avtostoyanka qilib qo'ygan joyingizni o'zingiz nomingizdanmi deb so'radim. O'zingiz nomingizda. Firmani balansida. Xo'p, o'sha joy bilan avtostoyanka, avtoturargoh bilan siz bir bozor o'sha ma'muriyatini o'rtasida ijara shartnoma bormi yo'q? Qarang, ijara shartnoma yaqinda qilinadi. Bepul hech qanaqa qilinmaganligi uchun prosta xalq uchun qilib qo'yilgan. Bannerlarga boyagi o'rtada gap chiqib ketmasin, boyagi 1-2 so'm pul olmasin degan ma'noda reklamalarga ham yozib qo'ygan. Bepul. Hech kim pul bermaydi. Tushundimmi? Kameralar, xizmatlar hammasi bor. Xalq uchun bepul qilingan. Uni ko'rdik, bepulligini bildik. Men savolim boshqacha. Mana o'sha avtostoyanka turadigan joy auksion bitgan. Bozor balansidan buni balansiga pul o'tadimi har oy yo'qmi? Ijara. Yo'q, bepul, yo'q, hech kim hech qanaqa manfaat yo'q. Prosta xalq uchun qilingan. Bozordan ham bozor hisob raqamiga tushgan puldan unga olinmaydi. Yo'q. Ma'lumot. Bepul men o'zim kissamdan har oy xarajat qilaman. Bo'ldi, prosta xalq uchun. Menda Jahongir aka qarang, bu yo'l qurilishida bu strategik obyekt hisoblanadi. Bu yerda kerak bo'lgan vaqtda favqulodda vaziyatlarda hamma narsa yig'iladi. Endi o'sha to'xtab tur. 70 taga odam ishlaydi. Avtoyo'lda. Avtoyo'lda. Ularchi yo'l ustida qishin yozin, qishda sovuq. Qum sepadi, tuz sepadi, shu yerda hammasi. Mana hozir aytyapti 1 milliard 700 ming qo'yib bilmaymiz. Men rahbar bo'lib meni oldimga kelish kerak hechmasa bittasi. Bu shu auksionga qo'ysalar. Shuning uchun bu bo'yicha siz o'shanda siz rahbar bo'lmagansiz, siz va terak masalasi bilan sudlangansiz, nimadir bo'lgansiz. Keyin boyagi bu yerda masala nima bo'lgan, menga o'shanda tushuntirdida. Bular o'sha eski binosi borki, o'sha ma'muriy binosi. Yorida o'sha avariyaning holatga bo'lganda, keyin o'sha auksion shartida 1.7 milliardga bularga yangi bino qurib berish sharti bilan bularga yangi bino qurilyapti. 1 yil bo'ldi, 1 yil. Hamma sharoit bilan bularga qayerda qurilyapti? O'zlarining hududi yerida nima joyi bor o'zlari. Bizda bundan tashqari 1 gektar yerimiz bor-da. Aynan bizda tashkilotda balansda turgan 1 gektar yerimiz bor. Hech kimga kerak emas. Qishloqda ichida o'sha yerda olishni o'rniga kelib bergan. Nima uchun? Chunki bu yer o'rtadagi markaz joy. Bu pullik joy. Bular faqat pul qiziladi. U el, xalq, elga xizmat degan narsa qizdirmaydi bular. Bu yerda shunday masala bor. Mana tuman iqtisodiyotini rivojlantirish uchun logistika markaziga ehtiyoj bo'lgan. Ya'ni Mirbozorda yanada rivojlantirish uchun logistika, ya'ni Xitoydan, chet eldan arzonlashgan tovarlar birinchi qo'l bo'lib olib kelsak-da, bozor ichida arzon narxda sotilsa, yanada tumanimiz rivojlanadi degan maqsad bo'lganda. O'sha bo'yicha logistika markazida bo'yicha bu yerda logistika markazi quriladi. Bu yerda nom qurilmaydi, boshqa qilmaydi, maqsadi aniq. Ularga esa mulk beriladi. Auksion shartida ham bor. Qurilish ishlari olib borilyapti ham. Xudo xolasa shu yil fond bularga hamma sharoit qilib beriladi. Hozir mana keyin uzr. Bular endi zudlikda qurib bera olmaydigan holatimizda ham bularni hozirgi kundagi rahbari, bu kishi menimcha rahbar emas. U kishi murojaat qildi. Men aytdim, mana biza dedim, 2 etajlik tayyor remont qilingan joyimizda men aytdim, mana ishlatib turinglar, hech qanaqa pul ishlasa yo'q. Sizlar ishlatinglar, mana sharoitli degan ma'noda ham bularga taklif qilingan. Xudo xolasa shu yil oxirida bularga hamma sharoitlari bor. Menda savol bor. Avariyli holatda bo'lmagan yangi bino topshirildi. Hammani sog'lom bo'lib tursin. Hozir aytyapsizki, mana bozorni narxini arzonlantirish uchun
logistika qilish maqsad qilingan do'st, to'g'rimi? Maqsad bozordagi narx-navoni pasaytirish. Lekin hozir mana ko'pchilik biz bordik, men kutmagandim bunaqa. Yuzlab tadbirkorlar kelib o'rab oldi bizda, hammasi norozida. Maqsad nimadan norozi? Ular aytayaptiki, u qimmat qilib yuboryapti hamma narsani. Endi siz hozir arzonchilik haqida gapiryapsiz. Ijara shartnomalari birga bir oshsa, patentlar birga bir oshsa, bu tadbirkorlar ham nima qiladi? Sotayotgan mahsulotni ustiga qo'yib sotadi. Bu sun'iy ravishda narx oshirish-ku mana bu. Hozir logistika harakati bilan bu harakat bir-biriga zid-ku. Qarang, bu fikringizga men to'g'riroq yondashaylik. Patent unaqa belgilash bizning vazifamizda emas. Soliq qo'mitasining davlat tomonidan belgilangan narsa. Ikkinchidan, birga bir oshdi degan narsa ham bo'lgani yo'q. U summa qayerdan kelib chiqqan? Mana kelajakda, mana shu 25-26-yildan boshlab infra xarajatlar bor, qurilish, bozor o'ziga alohida uchastkavoy olinishi, kamera xizmatlari, o'ziga qo'riqlash xizmatlari. O'shalar Jahongir aka o'rtacha 280 million atrofida qo'shimcha xarajat paydo bo'lyapti. Aslizgacha bo'lmagan. Siz yana bozorni o'zidan tashqari hududdan ham foydalanyapsizmi, Marif aka? Qaysi hududdan foydalanyapsiz? Bu naryo gazi, misol Uztransgazga tegishli o'sha muhofaza hududiga ham joylar qurib tashlab o'tgan paytda yig'yapsizlar-ku. Qarang, birinchidan biz joylar qurib tashlamaganmiz. Mahalla kiradigan yo'llarga chegallashtirib Eshiting. Masala. Eshiting. Birinchidan meni mojarada meni ustimga даже apparati bilan oyog'imni ustiga olmadi apparatni. Xo'p, hozir kerak bo'lsa aytaman, Sardor aka, kimingiz bo'ladi, og'ayingiz bo'lsa kerak, bilmayman. Aka, sizni qarang, hurmat qilaydim, akajonim. Hurmat qilaydim. Lekin aka, mana shu ishlardan keyin to'g'risi men hurmatim sizga boshqacha bo'lyapti hurmat. Endi bu yerda rahmat Quvonchbek fikring uchun qara. Bu yerda masala nima bo'lyapti? Milliy gvardiya aytayapti. Bozorni qo'riqlaymiz, mayli. Bozorni hududini qo'riqlasin. Xo'p, zo'r gap gapir, to'xta, men o'sha gapingni endi eshit. Bozorni hududini 15 martalab 102 qildim. 15 martalab. Ko'rib chiqmaydi. Savolingga javob beray. Bu masala qanday bo'lyapti, Jahongir aka? Bozor hududini qo'riqlash kerak-ku. Men aytdim, bu bozor hududi deyapsiz akajonim. Bozor hududi. Gapirib olay. Bozor hududi emas-ku. Xo'p, gapirib olay oxirigacha. Buni aytayapman, men aytdim, xuddi Quvonchbek bildirgan fikrda men ham aytganman-da. Milliy gvardiya talab qo'ydi. Agar deydi, butunlay bozorni qo'riqlashga topshirsanglar, bozor yopiq bo'lishi kerak dedi. Ochiq bo'lsa men olmayman, uzr deydi. Keyin aytdim, bo'ldi deydi, bozorda kadastr liniyasi bo'yicha Yevrozabor qilib hudud qilaman dedi. Keyin o'shanda nima masala boshlandi? Shunda mana bu yerda Quvonchbeklar tadbirkorlik, boshqa tadbirkor ko'p yo'qdi. Ajralib qolib, bozor bo'lib ketadi, to'polon bo'lib ketadi. Ular savdo qilib turibdi, tijorat qilib turibdi. Shu narsa uchun bizlar nomimizdan gapiryapmiz aka. Bizlarning nomimizdan nimaga gapiryapmiz? Shunaqa masala ko'tarildi. Hech kim javob bera olmagandan keyin bizlar nima qildik? Javobini eshitib olaylik, keyin savolga. Savolga javob beraylik-da. Keyin biz aytdik, qisqaroq qilib bering-da, keyin iloji bor. Yo'q, qisqa bersam uzilib qoladi-da. Keyin biz aytdik, bo'pti, nima qilsak bo'ladi? Keyin nima? Qo'riqlash xizmati o'sha Milliy gvardiya aytdi, devor tortish kerak deyildi-da. Keyin fermerning yerini tagidan devor tortildi. Bo'ldi, o'shanda bular qo'riqlashni bo'yniga oldi. U bularga foyda. Ochiq dala bo'lib yotuvdi o'ziga. Shu masala. Mayli, savolingizni bering, savolingizni. Nimadan rozimisiz? Bozor qo'riqlanishlarini baqir-chaqir qo'ymaylar. Mana Ma'ruf bitta yaxshi savol kelib qoldi. Bu aktual hozirgi kunda juda dolzarb turibdi. Buni juda ko'p jurnalist, blogerlar. Bu yerga keling aka. Mana bitta oddiy fuqaro bitta tovuq katak qursa ham hududidan tashqari joyda kelyapti-da 80 million, 90 million kadastr agentligi jarima qilyapti. Qarang, shu joyda bitta nima sababdan sizlarga respublikaga hech bor, bu viloyatga aytmayman, qilmaydi. Nimaga jarima qilinmayapti? Shuni ma'nosi qayerda? Biz ham shuni qanday qilsa bo'ladi? Savolingizga javob Jahongir aka, men zo'r, yaxshi savol ko'tardingiz. Savolingizga javob beraman. Bular bozorning hududi emas degan hududda men hujjat taqdim qilaman sizlarga. Biz
xudo xohlasa bozorga tutash bo'lgan hududlarda ijaraga olish tartibi joriy qilindi. Siz eshitgan bo'lsangiz kerak. Yaqinda shahar Xo'p, eshiting, o'sha joyda. Hozirgacha noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, sizga men hujjat taqdim qilsam bo'ladimi? Bozorga tegishli hududligi haqida? Javohir aka, tushunyapsizmi? Qaranglar. Bozorlik emas deyapti. Biz kadastr agentligiga juda bardak ekan. Aka, hudud gazi territoriyasida sizlarni xizmat ko'rsatasizlarmi hozirgi kunda? Qarang, bu savolga javob u yillar davomida shakllanib kelgan tizim, uni hech kim hal qila olmagan. Chunki yerda xalq tirikchilik qilyapti. Biza bozorga tutash bo'lgan hududni hujjatini xudosi ko'rsataman sizga. Bozorga tegishli hudud bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni u ijaraga 3 barobar solig'i nima bilan stavka chiqdi-ku, shahar Toshkent shahar hokimligi ham hamma nimani qilib chiqdi-ku, xuddi shu qonun asosida. Biz hujjatlar taqdim qilamiz aka. U nima joyi yo'q. Bu devor prosta xavfsizlik uchun qilingan. Bozorga nima kirmasin degan ma'noda. Yo'q, men bilmoqchi bo'lgan narsam hudud gazni hududida, ya'ni muhofaza zonasida bir nechta o'sha do'konlar bor, tadbirkorchilik qilishyapti, biz boya borib syomka qildik. Shularda har kunlik o'sha patentmi, ijara shartnomami olasizlarmi? Endi qarang, endi u narsani agar bizlar hozir savolga javob beryapman-da. Biz hozir hech narsa qilmaymiz deb to'xtatib qo'ysak ham norozi chiqadi, musor to'lib rasvos chiqib ketadi. Kimdir xizmat ko'rsatish kerak-ku. Endi agar bizlar mana shu tadbirkorlarni o'zi bilan bizlar maslahatlashaylikda, qaniydi o'sha joyda himoya zonadagi fuqarolarni nimasi turibdi-ku yo'da, joni riskda-ku, tozalashga yordam bersangizlar, zo'r bo'lardi. Yo'q. Bizlar u yerdan pul olasizlarmi, yo'qmi ulardan? Qarang, u yerdan pul olinishi mumkin, nimada? Tozaligi, obodonlashligi o'nga olinishi mumkin. Bir minut akalar, iltimos. Aniqlik kiritganimiz yaxshi deb, bu odam ham haqiqati bordir. Yo'q, biz aniqlamoqchi bo'lgan narsalar bor. Albatta. Mana aniq eting, olamiz yo olmaymiz. Shu muhofaza zonasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlardan kundalik to'lov qiladi, yo'q qilmaydi deng, bilasizku aniq buni. Qiyin narsa emas. Endi uni men ichkariga kirishim kerak, haqiqatan men qaysi do'kondan olyapti, nima qilyapti, 100% men kuniga tekshirmayman birinchidan. Ikkinchidan oldindan olib kelingan infra xizmatlar bo'lib kelingan. Uni to'xtatib qo'yib bo'lmaydi. O'sha muhofaza zonasi haqiqatan o'sha hudud gazga tegishli muhofaza zonasi. Sizni kadastringizda yo'q-a u joy? Qarang, siz savolingizga javob, u hudud hokimiyatda nimasida, hudud gazligida emas, u bozorga biriktirilgan hudud. U yerda qo'shimcha hudud muhofaza zona emasmi? Muhofaza zona bozorga tegishli tutash hudud, tushunyapsizmi? U ham shunaqa joy. Muhofaza zona o'zi aslida biz bilishimizcha odamlarning xavfsizligi uchun, boshqa uchun tashlanadi. Hozir bozori qo'shma hududi bo'lib, bu bozor o'ziga qamraydigan bo'lsa, odamlarga nisbatan qilinayotgan xavfsizlik xizmati qayerda qoladi unda? Zo'r. Xuddi shuni biz yo'lga qo'yishimiz kerak, birgalashib deyapman. Tadbirkorlar ikkitasini oldiga borib, bu yoqqa o'tding qani, sochingiz yuladi. Siz uni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, siz ulardan har kuni pul olib tursangiz-da, keyin ularga qanaqa talab qo'ya olasiz? Ular aytadi-yu sizga, "Senga men pul to'layapman har kuni, nima menga bunaqa talab qo'yapsan?" deydi-yu. Masalan, undan talab qo'yish uchun, to'g'rimi? Mana bitta odamga bitta talab qo'yish uchun undan pul olmagan bo'lishingiz kerak. Yo'q, aka qarang, bu yerda masala nimada? U beradigan 5000 so'm, 10000 so'm pullari tozalik. Mana 10000mi, 12000mi, o'sha 15000mi, bilmayman. O'shani beradigan 10000mi, 12000mi, xolos beradigan puli biz zo'r holat bo'ldi-da, oddiy bo'lsa mana baliqchilar bor ekan-da. Men shu savolni boshida qilib yopib tashlab, xavfsizlik qilaylik, o fuqarolar xavfsizligi birinchi o'rinda deb men o'zi bayroq ko'targan bu bo'yicha. Keyin oddiy bizaki qarayapmiz, yo'q xalqni bir bosqich buni tartibga olaylik. Birinchi ichkaridan joy qilib beraylik, keyin ichkariga o'tkazib, keyin xavfsiz hududga aylantirib, to'liq haligi stenka qilib qo'yiladi, 20 tadan oshiq mashina saqlanmagan sharoit qilinadi degan reja bor loyihada. Mana qarang, qonunda sizni kadastringizda yeringiz aniq chizilgan, to'g'rimi? Chizilgan. O'sha aniq chizilganligi bo'yicha devor o'rab olishingiz mumkinmi yo'qmi?
aniq chizilganligi bo'yicha urib olish mumkinmi? O'rib olib turib, qolgani bilan nima ishingiz bor sizni? Musulni tozalashi bilan, boshqasi bilan o'zingizni hududingizga xo'jayinchilik qiling. Bo'ldi, o'shani yo'g'idan pulni yig'yapsiz, hozir pul nega yig'ilyapti? Siz tozalikka, umuman u boshqa odamlar zimmasidagi qarang, siz aytganday qilishimizdan bizda manfaat o'zi aslida. Siz aytganday, lekin qila olmaysiz. Tadbirkorlar ko'p yo'q. To'polon bo'lib ketadi. To'polon? Yo'q, u qayerga joylashtirasiz tadbirkorlar? O'sha muhofaza zonasida 1 minut. Qarang, muhofaza alohida bo'lib qolib ketadi-ku. Bozor bilan kommunikatsiya bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Alohida qolib ketadi u. Tadbirkorlar deyapsiz-ku. O'sha tadbirkorlarning qonuniy hujjati bormi? Ya uni o'zlarini ko'rish kerak-da, qanchalik qonun hujjati bor. Endi qarang, sizni nima ishingiz bor ular bilan? Siz o'sha o'zingizni hududingizni egallab, faoliyatingizni qilib, devorlaringizni o'rab, ishingizni qilsangiz, ular to'polon qiladimi, boshqa qiladimi, unga huquqni muhofaza qiluvchi organ bor, hokimiyat bor, hudud gaz o'zini territoriyasi o'zi himoya qilib oladi. Siz ularga advokat emassiz-ku tashkilotlarga. To'g'ri aytyapsiz. Bizlarning yo'q, ulardan kelayotgan daromad qiziqtiryapti. Yo'q, u nechta yo'q, keyinchalik qo'shib olish kerak. Daromadga shunaqa fikr kelyapti. Keyinchalik birinchidan qo'shib ola olmaysiz, ikkinchidan mulkam qura olmaysiz. Iloji yo'q u narsani. Qurib qo'yishdi. Keyin qo'shimcha daromad deydigan bo'lsa, endi ularni bu Quvonchbekka o'xshagan vaqtida noqonuniy qurib tashlagan, uni o'zlari ham biladi. O'zlariga qurdilar noqonuniy. Va biza qurish deganimiz yo'q. Yo'q. Tashkilxona qurdilar. Aka, u boyagi arva. Ya, u narsa arva. Yaxshi, endi bitta narsa, bitta tursak soatlab ham turaveramiz. Agentlik kelyaptimi aka? Shunday shular bilan gaplashing. Shu, agar siz aytgandek qiladigan bo'lsak, bu alohida qoladi-ku. Birinchidan, ikkinchidan norozilik bo'ladi. Uchinchidan u hududdan bizga biriktirilgan. Yo'q, bu dunyoga siz hammani rozi qilgani kelmagansiz-ku. Men ham masalan hammani rozi qila olmayman. Siz aytgandek qilamiz. Ishlaymiz. Siz aytgandek qilamiz. Qani tadbirkorlarni iplayaptilar. Iloji yo'q-da uni. Maylimi? Prezidentimiz tashabbuslari bilan kuchga kirgan 937-sonli qonun bor. Biz o'sha qonunmi, qarormi? Qarorda asosida qabul qilingan qonun bor. 24 Ya, qarorda asosida qonun qabul qonun, bir martalik qonun. Ha, qonun. Siz o'sha doirasida siz o'shanga kelib o'shanga masalasini egallab olaman degan maqsadda shu devor quryapsiz. Meni fikrim endi, shaxsiy fikrim. Xo'p. Bizlar 2014-yillardan beri o'tiramizda. O'zimizni hisobimizdan shart qilganmiz. Bir bozorga bermagan, boshqa qilmagan. O'zimizni hisobimizdan qilganmiz. Shunda kadastrda rasmiy kanalda ko'rsatgan 5 ta masalada yerga egalik huquqi beriladi. Xo'p, egalik huquqi berilmasa, vakolatli tashkilotlar bilan kelishuv asosida ijara qilinadi. Xo'p, ijara. Masalanda o'sha narsada o'sha huquqlarimizni biz ham o'tkazish xohlaymiz. O'sha kadastr xatlov kelsa, xatlovdan biz ham o'tishni xohlaymiz. Seni joyingga o'tkaza olmaydi, qizil himoya zonada turibdi. Xo'p, nimaga sizga bozorga turishga kirsangiz bizlar ham qilganimiz yo'q. Bizlar faqat devor tortib qo'yildi, o'tmaslik uchun. 937-sonli bir martalik qonun. U bular kecha qurib olgan bo'lsa, o'tmaydi bularga ham. U qonunning talabi bor. Hurmatli prezidentimiz uni tasdiqlashdan maqsad 2018-yil may oyiga qadar qurilgan uylarga, noturar turarlarga kadastr berish uchun, ya'ni odamlar uysiz qolmasin degan maqsadda chiqqan qonun. Shunday. 2018 maydan buyog'iga qurilganlariga u test qilinmaydi. Endi buni hammasi Google'dan ko'riladi. Shunday. Qachon qurgan, nima qilgan, u siz aytgan narsa berga aloqasi unaqa reja qilgan bo'lsa, u xom reja bo'ladi. Birinchidan Quvonchbek keyin sizlar o'rab olyapsizlar deb o'ylayapsizlar-ku, u o'rab olgan joydan biz endi bo'tgan bo'lishimiz. Aloqasi yo'q uni. Himoya zona, nimani? Gazofrodni himoya zonasi. Keyin bitta savolim bor edi sizlarga, mana ko'pchilik sizlar ana hozir bular aytayapti, yopiq auksion deyiladi boya birinchi. Mana hozir ochiq auksionda o'tganini aytishyapti. Men oranglarda hech kim ko'rmagan, bu e'lon beriladi, u ochiq auksion birinchi talabi e'lon beriladi. Undan bozordagimi? Ya, undan tashqari Narpayliklar kanali bor, menimcha hamma bilsa kerak. O'sha joyda ham e'lon chiqqan. Ya, o'sha joyga ham hammaga e'lon chiqqan. O'sha ya, endi ommaga endi bitta sizlarga taklif. Mana shunaqa narsalarni ko'rish uchun o'sha auksionni qo'yadigan, joylaydigan o'zining axborot, mana hokimiyat axborot xizmati bor. Mana shu kanallarida e'lon beriladi. E'lon berilmasligining iloji yo'q, birinchi talab shu. Iloji yo'q. Endi u e'lonlar Uskipruda qolib ketishi mumkin. Uni kuzatib borish kerak-da endi. Masalan, kuzatib borilmasa, demak,
yo'q hokimiyat e'lon bermadi, yo'q biz sizlarni yopib o'tdi degani emas. Noto'g'ri talqin qilib qo'ymasligimiz. Jahongir aka, men mana hozir o'zim aytaman sizga. Jahongir aka qarang. Qarang. Bordi, qarshi. Shu narsaga qarshi, lekin xalq hech kim o'ylagan yo'q. Baribir o'tib ketdi-ku baribir. Bozor soqoldi egasi masalan o'zini shaxsiy qilib oldi. Endi unga prezident qarori bor. O'sha men bitta savolim bor. Endi unda siz hozir mana o'sha biz kelganingizda 9 million daromadga kirdi deyapti. daromad kirdi deyilmagan, oborot chiqdi deyilgan. Ya to'g'ri gapiraylik-da. Ha. Endi dehqoncha tushuntirdi. Ya, dehqoncha degani noto'g'ri tushuntirish degani. Oylik tushumi 900 million so'm oylik tushumi bo'ladi. Shunday. O'shanda ishchilarning ketishi mumkin, o'zini foydasi qoladi. Sveti bor boshqa. Endi hozir Sveti bor. ko'tarildi. Yo, bir ko'tarilmagan. Yo, unaqa bo'lmagan. Yo. 2 milliarddan ziyod bo'ldi-yu. Yo. 80% ga yaqin nimaniki? Qarang, men hozir 400 ming so'm to'layman. Ijara shaxs. Oyiga. Oyiga 400 ming so'm to'lardim. Hozir o'sha 250 ming so'm. Biriga bir emasmi? Hay nima? Qanday? Ya, biriga bir emasmi? Ha, ya, to'g'ri gapirish kerak-da. Ya, endi hozirda shunaqa narsa bo'lyapti, qizim gapda, prosta. Mayli, 350 ming so'm. Bitta gapni eshitinglar. Bu kuni bitta opa kelibdi-da, aytadi 300 ming so'm meniki oshdi. Ya, oshib deyapti-da. Yo'q, tushundim. Ha, tushuntiraylik. Javohir u kuni aytayapti, bitta opa aytayapti 300 ming meniki oshdi, deyapti-da. Men aytdim, "Xo'p, opa 300 ming so'm oshibdi. Mana infratuzilmalar, mana xavfsiz, uyingizda nima qilib, nima haligi Milliy gvardiyaga ham 500 ming so'mga beryapsiz-ku" dedi. Bu hammasi ichida. Shunda 200 ming so'm yutyapsiz dedim. Birinchidan, ikkinchidan mashinangizni qayerga qo'yapsiz dedim. Senga 10 ming so'm kuniga qo'ying. Oyiga 300 ming bo'ladi. Men aytdim, keyingi tomonga qo'ying, 0 bo'ladi. 300 ming so'm, 200 ming so'm haqida gap ketyapti. Endi uni bozorni qo'riqlamasa, xavfsizlikni ta'minlamasa iloji yo'q narsa-da bu. Tushunyapsizmi? Mayli, aka savol javob tugamaydi. Kechgacha turaveramiz. Kelmadim aka. So'rang. Mana davlat aktivlaridamiz aka, keling. Assalomu alaykum. Aka, o'zlari bilan gaplashib olaylik, mayli? Mayli. Assalomu alaykum. Aka, kim bo'lib ishlaysiz davlat aktivlarida? Hozir o'rinbosarman. Viloyatda. Shu o'tirib gaplashamiz. Maylimi shunda o'tirsak? Bizga mana tadbirkorlar murojaat qilgan. O'tiring. Tadbirkorlar murojaat qilgan, mana shu hamma tadbirkorlar. Bu hozir men aytganimda, kerak emas ko'p odam deganimda shu keldi. Bo'lsa bozorda bir 100 lab odam o'rab oldi bizani. Davlat aktivlari mana hozir bular investor Mirbozor bozorini auksionga qo'ygan. Mana norozi bo'lishyaptiki, yopiq auksion bo'lgan. U prezident qaroriga asosan u bor ekan, biz tanishib chiqdik. Buni oldin ham kelib o'rgangandik. Endi juda arzon narxga qo'yilgan. Yaqinda hurmatli prezidentimizdan bir tanqid qildilar, sizlarni imini birinchi rahbariylarni, meni ishdan ham olib tashlashdi odamni. Shunday. Bozor arzonga qo'ygansan deb. Ya, u bozordan qo'ygansan deyibmiz. Umumiy. Yana chiqib tursa Jahongir. Mulkka. Yo, mayli noto'g'ri gapirayotgan bo'lsak, uni noto'g'ri bo'ladi. Masalan, men eshitganim aytayapman. Prezidentimiz shunaqa dedilar. Endi bu yerda ham ko'plab tadbirkorlar, yerda 700 dan oshiq 800 ga yaqin do'kon bor o'sha bozor ichida. Va juda katta yer maydoni bor. 3 milliard 400 million so'm juda kam baholangan deb bu auksionga qo'yishdan oldingi ulushdorlar, mana bu ulushdor, yana boshqa ulushdorlar bor. Hozir ham ulushdor. Shular e'tiroz bildiryapti, nimaga arzon qo'yilgan? 3 milliard 400 millionga adashmasam narx baholangan. 200 hamda. 700 ta 800 ta do'konni o'zi deyishyapti. Juda katta pul bo'ladi deyishyapti. Undan tashqari, aynan shu hududda bir sotix yer maydoni ham kichkina pul emas. Lekin gektar yeri bilan juda arzon qo'yilgan. Bunda nima bor? Korrupsiya bormi, tanish bilishchilik bormi, yo boshqa narsa bormi degan norozilik bor. Mana shu norozilikka sizdan javob olmoqchi edik. Nima asos bo'lgan? Qarang, birinchi baholash masalasiga keldik. Siz o'zingizni tanishtirib ayting aka. Ismim Salohiddin. Salohiddin aka. Sultonov. O'sha davlat aktivlarini boshqarish agentligi Samarqand viloyat hududiy boshqarmasida hozirgi kunda boshliq o'rinbosarman, vazifasini bajaruvchiman. Rahmat. Endi boyagi savolimga javob bersiz. Baholash masalasiga kelsak aka. Baholashda
baholashda o'sha xususiy baholovchilar baholaydi. Ya'ni o'sha tenderga chiqariladi, o'sha tenderda qaysi baholovchi yutsa, ya'ni ulush bu yerda bozor sotilmagan, birinchi navbatda bozor sotilmagan. Bu yerda o'sha bozordagi davlatda 51% ulush sotilgan. Bu yerda o'sha boyagi mulk, yer, do'konlar deyapmiz-ku, bu yerda o'sha biznes, ya'ni davlatda 51% ulush sotilgan. Endi u biznes deganda yerda o'zini boyagi debitor, kreditor qarzi deydi-ku, o'shalar hisobga baholanadi. Ikkinchidan, o'sha ulushlarni baholayotganda kamida baholovchida oliy toifali baholovchisi bo'lishi kerak. Baholayotganda. Xususiyda. Xususiy baholovchida, ya'ni o'sha oliy toifasi baholovchisi bor tashkilot yutgan, o'sha baholagan, bu yerda bozorimiz o'sha davlatda 51% ulushini baholagan. Bozor sotilgan degan tushunchaga anav bo'lib qolyapmiz-da, chunki bu yerda 51% davlat ulushidan tashqari 49% boshqa ulushdorlar bor. Mana ulardan bittasi. O'zini xususiy do'koni bor tadbirkorlar bor ekan. Ular hisoblanmaydi. Ular buni ichiga kirmaydi demoqchi. Kirmaydi, ha? Yerchi. Yo'q, bu yerda mana qarang, xususiy tadbirkor do'koni turibdi. Do'kon turibdi, o'sha tadbirkor aytayaptiki, men yer solig'i ham, mulk solig'i ham to'layapman, kamiga bozorga ham pul to'layapman, yer solig'i, ijara. Endi bu mulk meniki bo'lsa, nimaga men ijara to'layapman deyapti-da. Hozir shu tadbirkor do'koni turganini tagidagi yer kimniki? Hujjatda bu. Yo'q, misol kadastr hujjatida siz hozir mulki ham, yeri ham o'ziniki deyapsiz-ku. Bironta namuna bo'lsa, hujjatni ko'rsak, yerga bo'lgan huquq turi qanaqa? Yo'q, o'ziniki. Yo'q, o'shani endi to'g'ri o'ziniki deyapmiz, bitta ko'rsak deydi. Bormi? Olib qarorim chiqardi. Kimniki bu? Berishi akam. Hujjat o'zigi bu. Mana, yer munisipal davlatniki. Yer davlatniki deyapti. Do'kon o'ziniki, lekin yer munisipal davlatniki. Shuning uchun u to'layapti. Do'kon o 20 ga deyishim. Yo'q, endi o'sha sotib olgan odam. Qarang. To'g'rimi? O'sha gapingizni bo'laman, mayli davom etsam. O'sha turizmning sonli qarori tanishib chiqqanman deyapsiz, ko'rganman deyapsiz. Bu yerda bozor hududida qurilish bosqichma-bosqich, ya'ni o'sha jismoniy yuridik shaxslarga yengillik yaratish maqsadida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi deb qayd etilgan. Bundan tashqari o'sha jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli do'konlar degan. Agar tadbirkor bilan o'sha bozorda yutib olgan tanlov g'olibi kelishsa, kompensatsiyasini to'lab beradi do'kon. O'sha do'konni keyin bozor boyagi yutib olgan talabgor oladi. Agar bu boyagi jismoniy yuridik shaxslar rozi bo'lmasa degan, o'sha boyagi ikki bozor tashkil qilish loyihasida o'sha bosqichma-bosqich bitgandan keyin o'zini do'konidan kam bo'lmagan quvvatdagi o'rniga o'rin do'kon beradi degan. Bu qaror menga chiqdi, buni oldin chiqdi-ku. To'xtab turinglar, savol beryapsiz, bo'lib tashlayapsiz. Qarang, bo'ldi, mayli, men tushundim hozir. Ulushdor sifatida mana shu yopiq auksionda kim qatnashgani to'g'risida ma'lumot olishi mumkinmi, yo'qmi? Mulkdor. Taschi ya'ni. Siz baribir boyagi uchinchi shaxs bo'lib qoladi-da bu yoq. Uchinchi shaxs bo'lib qolgani uchun menimcha bizda respublikadan yozma javobim berildi-da sizga. To'xtang. Uchinchi shaxs deyapsiz-da, mana. Lekin sizlarni shartnomada o'qidim. Hozirgi kunda sizlar bo'yicha kim bozorda direktor? Sizlar nazorat qilishlaringiz kerak. 1 yil sizlar o'sha auksionga sotdingizlar, to'xtang, eshiting. Loyiha smeta bilan 1 yildan beri nima o'zgarish qilindi? U yerda qarorni tanishib chiqqan bo'lsalaringiz, bosqichma-bosqich loyiha smetasi ishlab chiqiladi. O'sha tuman hokimligi bilan kelishgan holda, ya'ni misol loyiha smeta ishlab chiqqandan keyin uni APZ endi qurilish tomonlariga uncha aniq qilmayman, uni kengashdan o'tkazish, boyagi master rejasini ishlab chiqish, ular etap-etap bosqichma-bosqich bo'ladigan narsalar. Misol bozorda ham yerda birdan buzib tashlab, o'rniga yangi qursin deyilgan. Ya'ni o'sha aholini o'sha ehtiyojlaridan kelib chiqib, boyagi o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlari, boshqa mahsulotlarga bo'lgan talabidan kelib chiqib
bir qismini etap amalga oshirsin deganda. Qancha vaqtda u masalan uni ham muddati bo'lsa kerak. Yo'q, endi muddati belgilanmagan, faqat bosqichma-bosqich deb. Muddat belgilanmagan. Masalan, qolasa 50 yilda qiladi. 3 yilda quradi degan, siz aytgandek 50 yilda quradi degan muddati belgilanmagan. Bosqich degan o'sha tuman hokimligi bilan kelishgan. Zo'r ekan. Men ham olardim shu joyga, yopardim. Tuman hokimi bilan kelishgan. Tuman hokimligi bilan. Ijara shartnomalar oshirilsin, to'lovlar oshirilsin degan Hozir nima bo'lyapti-da? Qarang. Yo, endi-da. Hozir mana yopiq auksion biz ololmaymiz. Qaysi holatda biz bilishimiz mumkin o'sha. Hozir shubhamiz bu afiyalagan shaxslar qatnashgan deyapmiz biz. Tasdiqni xabar bo'lmagan. Sizlar xabar bo'lgan o'zlari qo'l qo'yib Bo'lmagan. Biz gaplashyapmiz, bu qo'shilmas qarorga qo'l qo'yganmiz. Biz qaysi holatda kimga ochiladi? Yo butun umr davlat aktivlari, masalan biz mulkdor biz. Biz bilmay o'tib ketdamizmi? Bu qarang, sizning uchun shaxs deganim, misol gap sizning o'sha ulushingiz haqida ketmayapti. Hokimiyat ulushi haqida ketdi. Davlat ulushi haqida ketyapti. Davlat ulushi mahalliy hokimlik davlat aktivlari o'rtasidan bo'lgani uchun siz uchun shaxs deyapman men. Agar sizni именно sizni ulushingiz haqida gap ketganda sizga u ma'lumot misol ochiqlanadi. Boyagi afillangan deganingiz u tanlovda ishtirokchilar ro'yxati o'sha mahalliy hokimlik tomonidan taqdim etilgan, o'sha taqdim etilgan ro'yxatdagilar qatnashadi. Tuman hokimligi, shundaymi? Tuman hokimlik tanlagan shuni sizlar u narsa aralashmaysiz. O'sha bizga o'sha taqdim etilganizmi? Ular tanlovda O'tgan safar ham bildim buni. Keyin yana bitta savol aka. Qarang. Men bittasini hozir duvi borki, mana shu duvi, shu Dirsuvni joyi bor ekan. Avtoyo'l. Bu ochiq auksionda deyapti. O'sha ochiq auksion haqida to'liq ma'lumot bersangiz bo'ladi. Qaysi avtoyo'l aka? Yo'q bo'lmas. Xonasini o'sha Narpay qarang, bu tarafdagi qarang. Hamma sentral joyda. U ham o'sha turizmning soni qarorda bor. Yopiqmi u? Yo'q, ochiq auksion bo'lgan aka. Ochiq auksion bo'lgan. U 15 kun e'londa turgan, xohlagan odam ko'rgan, xohlagan odam ariza bergan. Просто qolganlar bexabar qolgan. Yo'q, ko'rmagansizlar. 15 kun. Boyaga aytgan gapimda u. Ismingiz nima edi sizni? Salohiddin. Men o'sha yerda rahbari bo'lganman-da. Keladigan ishtirok etadigan odam menga kelib so'rashi kerak-da. Men hozir kecha olib chiqargandan keyin tashkilot sotganini bildim. Siz qaysi tashkilotdansiz? Ana shu aynan Mirbozorov yo'llardan foydalanish davlat muassasasini sobiq direktoriman. Sobiq direktorsiz. Sizga aytaman, o'sha bino buzilgandan keyin 543 sonli qarorga asosan o'sha yeri mahalliy hokimlik zaxirasiga qaytarilgan. O'sha qaytarilganda avtoyo'lda rozilik xatlari bor. U qo'mitani, boshqarmani, misol u sammesni o'zlaringiz bir-birlaringizdan xabarlaringiz bo'lmadi degan u har bir xodimga uni aytish kerak degan emas deb o'ylayman men. Demoqchi bo'lganim, o'sha sizlarda rozilik, o'sha avtoyo'l qo'mitasi, boshqarmani rozilik xatiga asosan u zaxiraga qaytyapti. Yer maydoni bo'lib chiqish uchun kamida tuman hokimligi zaxirasidagi yer bo'lishi kerak. Tuman hokimligi zaxirasidagi yer sifatida tizimga kiritilgan. Tizimga kiritilganda uni savdoga chiqish jarayonida avtoyo'l boshqarmasi bilan kelishiladigan joyi bor. Tushundim. Men to'g'ri. Men boya bitta narsada aniqlik kirib ketaylik. Boya aytdingizki, bozor juda arzon narxlangan degan iddao qilyapti eski ta'sischilar degan fikr bildirdim boya. Shunga siz aytdingizki, uni baholash xususiy firma tomonidan qilinadi. Biz tomonidan emas dedingiz, to'g'rimi? Tanlov asosida jalb qilinadi, baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi. Xususiy. Shunday. Endi xususiy o'sha firma, baholovchi firma misol uchun davlatning mulkini, misol 100 so'm turadigan davlatning mulkini misol tariqasida aytayman. 5 so'm baholab bersa ham qo'yaverasizlar. Yo'q. Yopiq auksionlarda. Qarang. Endi baholashda o'zini standarti bor. Standarti bor. O'sha baholangan baholash hujjati keyin boshqa tashkilot tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi. O'zi haqiqatan shu to'g'ri baho. Qaysi kim o'tkazadi uni ekspertizasini? Ekspertizaga ruxsati bor korxonalar. U ham xususiy. O'zi ham xususiy. Endi hamma xususiy tashkilotlar bo'lishi mumkin-ku. Til biriktirib, kelishib, shu narsani qilsa, sizlar o'tkazaverasizlarmi davlat mulkini? To'xta, bu
nima do'stlar, bu narxi umuman to'g'ri kelmaydi-yu degan savol qiynamaydimi sizlarni demoqchiman, davlat manfaatida. Davlat manfaatida qarang, baholashda ham o'zini baholash to'g'risida qonun bor, uni o'zini standarti borda. Misol baholovchi ham o'sha anodan chiqmaydi-da. Yo'q, aka, biz ko'ryapmiz vazirlarni 188 milliard yeb ketayotgan o'rinbosarlarini. Biz ko'ryapmiz bosh prokuror qamalganini. Biz ko'ryapmiz manman deganini chiqmaydi, qonundan chiqmaydi bu degan odamlarni jinoyatlarni qilib katta-katta xalq pulini yeb ketayotgan. Siz unaqa bo'lmaydi deb aytishingizga men hayron qolmaymanki, xuddi siz ular bilan bir yelkama-yelka ishlaydigan odamdek. Shuning uchun aytayapman. Bo'lishi mumkin, aka, u kelishuv bo'lishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, o'zaro korrupsiya bo'lishi mumkin, pul bilan sotib olgan bo'lishi mumkin, ammasini o'g'li bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin-ku hamma narsa. Ko'ryapmiz-ku bo'yotibdi qancha-qancha talon-tarojlar. Misol uchun, mana ta'limni masalan yo'nalishida qancha talon-taroj, u ham mumkin emas o'zi. Lekin qilishyapti-ku. Ana shunaqa qilib buni ham qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, sizlar tomonidan nazorat yo'qmi demoqchiman shu masalada. Agar bo'lmasa, biz shunga qarab yondashamiz. O'sha eminni bu yerda 100% ulush bo'lmagani, 51% ulush bo'lgani uchun o'sha eminni ekspertizadan o'tkazilgan bu. Xo'p, ekspertiza ham qilib berishi mumkin bo'lgan holat bo'lib qolishi mumkin-ku. Men shuni aytmoqchiman. Mana ekspertiza sizga mana tushundim. Keling, bundoq qilaylik. Tasavvur qiling, o'sha bir xususiy firma baholab berdi. Mana ekspertiza qiladi. Bular ham ekspertiza qilib tasdiqladi. Sizga keldi, bo'ldi, siz qarab o'tirmaysizmi, hech nimaga 30 yevro rasmiy yo'q auksionni? Hisobda qo'llanmaydi. Uni siz o'zingiz sizlar tomonidan bir minut akalar. Sizlar tomonidan bu to'xta, bu nechun baholabdi o'zi? Bu bugungi kunda buni narxi qanaqa o'zi degan bir savol sizlarni vaznikat qilmaydimi demoqchiman. Ya'ni davlat mulki-yu bu. Davlat mulkini bir so'm ikkalamiz baholab berdik deylik. Men baholovchi firmaman, bular ekspert kelishdik deb. Misol, men qilgan shunaqa demayapman. Qildik-da, sizlarga olib keldik. 100 ming narsani bir so'm qilib qo'yganmiz. Siz ochyapsiz, baholagan, ochyapsiz, ekspertiza xulosasi bor, boshqasi bor, hammasi bor. Bo'lim 30 yevro sizlar. Hozir yana shunga anav boryapmiz-da. Ha, yo'q, o'tkazamiz yo o'tkazmaymiz, tekshiramiz, o'rganamiz degan narsa bormi, yo'qmi demoqchiman aka. O'sha tekshirish uchun ekspertizadan o'tkaziladi deyapman. Ekspertiza til biriktirgan bo'lishi mumkin bo'lishi. Desachi demoqchiman, tushunyapsizmi yo'qmi? U ham xususiy deyapsiz-da, chunki. U ham xususiy deganingiz uchun aytyapman. Ekspertiza ham baholovchi ham o'zini anosi bo'yicha o'sha baholash to'g'risida anov bo'yicha o'zini qilgan ishiga o'zi javob beradi. O'zi javob beradi. To'g'ri. U javob bergunga qadar davlat mulki ketadi-da, tushunyapsizmi, byudjetga zarar yetadi. Ana uni oldini qarang, to'xtang, kimnidir javobgar qilishdan ko'ra, uni oldini olish harakatlari yo'qmi sizlarda demoqchiman. Demoqchi bo'lganim, oldini olish harakati o'sha ekspertiza. Hozir yana davlat mulkiga ketib qolyapmiz. Bu yerda davlat ulushi sotilyapti-da. To'g'ri. Ulush mulkda. Ulush. Keling, menda ham 3-4 ta savol turibdi-da. Mana siz ulush deyapsiz-da. Bu ulushni tarkibiga nima kiradi? Mulk bormi? Bor. Mulk bormi? Aka, Ulush tarkibida aka. Pul bormi? Yo'q, aka, men savolim berib oling. Mulk bormi o'sha tarkibda? O'sha ulush tarkibida qarang. 51% davlat ulushi o'sha bozorda aktivlarida, passivlarida, misol qancha debitor qarzi bor, qancha kreditor qarzi bor. O'sha hammasini inobatga olib baholaydi aka. O'sha narsani baholaganda mana aka, siz davlatning manfaatlarini himoya qilasiz, to'g'rimi? O'sha mulkini chiqaryapsiz-da. G'alati bo'lmaganmi? Bozori 3 ta do'konni puliga sotib oladi. Majburiyat hisoblamayapsiz. Aka, yana bozorni sotgansizlar. Majburiyat hali bajarmadingiz. Yo'q, bajarish. Siz bajarganingiz yo'q. Bajarish kerak. Mana o'tgan safar ham keldik aka. Bajarmasa qo'yamiz. Siz ham borsiz aka studiyamizga. Qo'ya. Aytilgan gaplaringizda aka hozir faqat Birinchi o'rinbosar talab qilish kerak. Davlat aktivlari sizlarda bitta narsa, shartnomada bor bu yerda. Sizlar firmani tanlashda oxirgi 1 yillik оборот ko'rilishi kerak degan. Ko'rgansizlarmi 1 yillik oxiri? Yangi firma ochsam, to'xtab tur aka. Shartnomasida yozilgan, siz qo'liga bergan shartnomada oxirgi 1 yillik оборот ko'rilgan degansizlar. Qanday ko'rdingizlar buni 1 yillik оборотni? Qaysini aytyapsiz aka siz? Hozir yutib olgan mana balani, taniysizmi? Tanimaysizmi? Yo'q, bu odamni men birinchi marta. Yo, bozorda olgan mana shu. 1 yillik oxirgi 1 yillik ko'rilishi kerak qonun bo'yicha. Bozori hozir mana biz borib ko'rib keldik aka. Aka, bunda rasta bir oy oldin ochilgan firmaga beryapti bular. Qanday tekshiradi bular? Qonunda mana 1 yillik оборот tekshirilishi kerak. O'sha pulni ko'tara oladimi?
bir oy olib ochilgan firmaga bergan. Mana bu yerda bularning vazifasi o'zini shartnomasida yozilgan. Bularga bergan shartnomasi davlat urushini topshirish shartnomasi. Bu shartnomada yozilgan. Har oyda masalan direktor almashtirilsa ham bularga отчет berish kerak. Hozir bular nazorat qilish kerak aka. Bir minut aka, men to'g'rilayman savollarni. Mana qarang. Firmaga to'g'ri biz ma'lumot 1 yilligini nima tekshirmaymiz? Aka, bir minut to'xtang. Bo'ldi. Hozir bular aytayaptiki, o'sha bitta auksionda qatnashadigan firma, tenderda qatnashadigan firma 1 yillik oboroti bo'lish kerak uni degan talab bor dedi. Bularning firmasi tenderda qatnashgan vaqtida 1 oy bo'lgan ekan ochilganiga. Shartnomani olib keling aka bitta. Mana bersin. O'qigan joyda siz olib kelmadingizmi? Davlat aktivlarini kiryapsiz. Bozor bo'yicha keldik. Bozor bo'yicha shartnoma olib kelmadingizmi? Yo'q, siz hozir ko'rganman deyapsiz-ku, sizda bo'lsa kerak deb aytyapman. Siz shartnoma olib kelmadingiz. Hozir nima bilan kelyapsiz? Bitta qog'oz ko'tarib kelyapsiz. Siz ma'lumot olib keling. Bozorda shartnomangiz bor, bo'lmasa borib o'ting. Direktor almashsa, kun tartibiga qo'yib direktorimiz sizlarga olib kelib ma'lumotini berish kerak, shu bilasizmi? Bozorda kimda direktor almashyapti? Nima uchun bilasizmi? Sababi ko'p bo'ladi. Kelgan odam mana ishlanmaydi. Chunki hozir bozorda mana investitsiya majbur edi. Investitsiyani bozordan yig'ilgan olish puliga qilinadimi yo bu o'zi firmasi olib kirish kerakmi pulni? O'zini firmasidan oldi. Ha, rahmat. Ha, shuni qilyapman. Bir yildan beri to'xtab tur. Hozir mana aka. Kecha ham investitsiya kiritdim deb o'tgan safar yig'ilishda mana Jahongir To'laganov kanalida chiqqan. Svent qilinib dedi. Men bilmabman bu narsani o'sha vaqtda. Chunki men do'konimga kelganda ayamga aytdim, turib bermaysiz ayadim. Qani infratuzilmasi 200 ming pul so'rayapsiz. Agar gapim yolg'on bo'lsa, aka mana shu yerda hali bu 100 dan biri tadbirkorlar. Mingdan biri. 200 ming 100 pulda pul yig'ib chiqqan. Managa shu investitsiya. 200 mingdan yig'ilgan pullar bo'ladi 60 ming. Buni ustida 1 yillik oxirgi oborotini ko'rishlar kerak, lekin bunda unaqa 1 oy olib o'tirmaydi. Savolingizga javob bersam maylimi? Yo'q, mana tadbirkorlar yig'ib berdinglarmi? Mana tadbirkorlarga qaytarib berdimi shu pulni? O'shandan keyin qaytarib bo'lmasin. Ya, savolga javob bering. Yo'q, nima uchun yig'dinglar? Ya, bu savolingizga javob bering. Aka, xudo qilaylik, chavalashib ketdi. Telefon nomeringizni yozib olsangiz, biz so'ragan ma'lumotlarni aniqlab bersangiz, biz ma'lumotlarni shunga qarab qo'yamiz. Hozir bitta kechgacha o'tirsak ham ish bitmaydi. O'rtada jajalam chiqib qolishi mumkin. Men ham qo'llamayman. Keling, telefon raqamingizni qaroriga ro'yxat qilish. Ya, prezident qarorining ijrosi noto'g'ri ketyapti. Buni biz e'tirof etamiz. Lekin noto'g'ri talqin qilinyapti aka. Telefon nomeringizni tasavvur qiling, uchta do'konning puliga biz bozor aktivini sotib olish. Bu bo'yicha o'sha narsa bo'yicha ariza tashlab kelishdi. Bu bo'yicha biz respublikagacha boramiz aka. Kim bo'lish kerak aka bu yopiq auksionda ishtirok etish uchun? Kim bo'lish kerak? Qanaqa kriteriyalarga javob berish kerak? Yopiq auksionda ishtirok etish uchun. Qonun qoidasi qanaqa? Qanaqa bo'ladi? Menda hujjatlar bor, prezident qarori ham bor, tanishtirdik. Bir qator talablari bor. Bu talablariga javob berish kerak. Endi to'g'ri, tanlab berish tuman hokimligi, viloyat hokimligiga beradi, viloyat hokimligi keyin bularga berib o'sha yopiq auksion o'tadi. Lekin tanlash jarayonida manfaatlar to'qnashuvi borga o'xshayapti. Auksion nima qilinadi? Chunki o'sha 1 yillik talab bor, oboroti 1 yillik bo'lish kerak, 1 oylik mana hozir aytishyaptiki, 1 oylik firmaga beryapti. Uni o'zi vaholanki qatnashishga haqqi yo'q aslida. Agar shunaqa bo'lsa, biz buni o'rganamiz. Mayli. Bitta savol berish vaqtga ham tegishdi-da. Ekspertiza dedi-ku. Men ekspertizani hujjatlarini beraman, qarab qilingan oddiy ikki shikoyatga joyda olib turib, o'shanga qilganda u tashkilotda 23-yili, 24-yili mana shunda bozorchilarning o'zi 14-15 milliardga kelgan meni oldimga. Bering, aka shuni sotish kerak ekan. Lekin vaholanki bularga 1 milliard 400 millionga olyapti. Hozir aytdingiz, shu tashkilotda zaxiraga berish haqida o'zlari xat bergandi. Yo'q. Xatni bermaganim uchun menga shantaj qilib, meni ishdan olib tashlab, 10 kundan keyin boshqa rahbarni qo'yib zaxiraga olish haqida xatni oldi. Menda o'sha qaysi xulosa bergan, qaysi ekspertiza qilgan hammasi turibdi. Narpayda buyda yo'q edim umuman. Bular ishda umuman yo'q edim. Men o'zim aytsam, yaqinda shu men bularni eshitgandan keyin keldim. Qarang, biz o'sha Narpay Sarbozorda tashkilot emas, bo'sh yerni savdoga chiqarganmiz.
O'sha bo'sh qilish uchun hozir bo'layotganlar, meni majburlashdi deyaptilar-da. Yo'q, Narpayda menda aka Narpayda yo'l bo'yicha muammo qolmaganda aka bo'lmasa. Yanachi. Tashkilotni buzib tashlagan shunchalik tashkilot. Mana shular o'zi. Men buzishim kerak edi uni aslida. Na akt razborka qilingan, na boshqa. Hozir ham shu turishda yo'q materiallar. Misol Yasinning xulosasini va buzishgacha bo'lgan jarayoni, misol hozir u savolni biz bo'sh yer sifatida bo'sh yer bo'lib kelgan bizga bo'sh yer sifatida chiqarganmiz ochiq savdoga. Ya endi shu paytgacha bu kishi aytyapti-ku, meni rahbarligimda deyapti, bu shaharda birov mayli, u holatga bular javob bermaydi de o'rtoqlar. Bitta yo'ldan bu yoqda bo'shatsa biz Bularning aloqasi yo'q u joyiga. Nima qilamiz? Kelinglar savolni egasiga bering. Yo'q, bular javob bermaydi. Qarang, hozir biza mana bozorda umumiy mana 6 gektar yeri bilan 84 ta do'konni mana bir yutib olganmiz deyapti, to'g'rimi? To'g'rimi? O'sha yerda bizlarning mulk turibdi. Bizlarning mulkni kim o'g'irladi? Biz hokimning hokimning qaroriga o'shani kadastr qilganmiz. Bizlar mulkimiz turibdi. Bu bozorda yerga kirmaydi o joy. Qanday bizlarning yer bilan sotib olyapti? 6 gektar yerni umumiy qilyapti, savdoga chiqarib olyapti. Mulk turibdi bu yerda. Mulkim turibdi. shuning uchun bitta kadastrda ko'raylik dedi. Mana turibdi-ku o'zingizda. Yo'q, yer hokimiyatniki deyapti. Ulush sotilganda. Hozir yer kimniki aka? Hozir. Hozir hokimiyatnikimi yer yo investornikimi? Davlat ulushini deb o'ylayapti. Deb o'ylayapti. Men bu majburiyatlarni bajarib bo'lgandan keyin o'sha o'zi mahalliy hokimiyatlarda mana bu bozorlarda shakllangan 51% ulushi aksariyat bozorlarda o'sha yerni hisobiga shakllangan. O'sha hokimiyat 51% yer hisobiga shakllangan o'zi. O'sha ulushni sotib olgandan keyin, majburiyatlarni bajargandan keyin yer bu yoqqa o'tadi. Yer bu yoqqa o'tadi. Majburiyatlarni bajargandan keyin. Endi majburiyatlar mulk sifatida bino o'z egasiniga bo'lib qolaveradi. Qarorda shunga oydinlik kiritib ketgan, agarda beq bilan beq kelishsa mulkini sotadi bu kishiga. Agar yo'q, men do'kon ishlataman desa, beq qurgan, yangi qurgan magazinidan o'zini do'koniga teng miqdordagi magazinni beradi. Xuddi shu tartibda. Endi u joyda kadastrda oldin yer hokimiyatniki, davlatniki deb yozilgan bo'lsa, endi kimniki deb yoziladi? Bu yoqda yerida turadi-yu, lekin ustidagi mulki o'ziniki bo'laveradi. O'shanga kam pul berilyapti. Hozir kadastr hujjat qiymat turibdi. Hozir yana bitta savol. Qarang, o'sha vaqtda menga hokimiyat yerda o'lchab berganda bozor hududi bilan chegaradosh deb yozgan. Shoshmaysiz. Meni yerim bozorga qaramaydi. Hali yozib qo'yibdi. Chegaradosh hududga bozor bilan. Endi hozir qarang, xususiy mulkdor bo'lsam, kadastr bo'lsam, men bu narsaga qarshi bo'lsam, men do'konimni buzish uchun qurmaganman-ku. Nimaga men do'konim buziladi? Ya'ni buni kadastrda yo'q demoqchi. Nimaga meni do'konim ustiga loyiha tushadi? Yerini men faqat ma'mulisiga qarab aytdim. Ha, bitta narsada. Yo'q, bularniki boshqa holat. Bu emas. Yo, shu do'kon meniki. Shumi sizniki? Ha, meniki shu do'kon. Yo'q, bitta narsa to'g'ri. Sotilishda hozir hududda joylashgan hudud. Qarang, aka nima deysiz? Aka, Salohdin. Sizlarga auksionda qatnashishda ben xomaki loyiha smida bilan qatnashgan, to'g'rimi? O'sha narsa sizlarga qatnashgan loyiha smida o'z 5 milliard so'm investitsiya kiritish sharti bilan 3 milliard 100% so'raganiga 3 milliard 100 ming shunaqaga chegaradosh hududlar bor-da. 35 milliard so'm investitsiya kirish sharti bilan. Mana. Lekin o'sha joyda masalan do'konlar taqdirini hech kim yozmagan-ku. Yo'q, do'konlarni taqdiri aka qarorda ham yozib ketilgan deb. O'zingizga familiyangizni bilmaysizda? Sultonov Salohiddin. Sultonov Salohiddin. Qarang, bu yerda majburiyat bajarilmaguncha bu kishiga o'tmaydi deyapsiz-a? Bungacha hozir viloyat hokimi qarori bo'sinishi kerakmi? Shundaqada bozor eski tartibda boshqarib bo'lishi kerakmi? Bu kishi aytayapti, viloyat hokimi qaroriga bo'ysunmayman-da, deyapti, ijara shartnomalarini ashti biriga shunday yerga ega endi deyapti hozir. Hozir tashqari. Yo'q, hozir ularda emas menimcha, majburiyat bajarmagan-ku. Demak, majburiyat bajarilmagan, hali to'liq egalik huquqi bu kishida emas. Majburiyatni bajaryapti.
Salohiddin aka. Mana siz to'g'ri berdi. Hozir bajarilyapti, lekin to'liq bajarilib bo'lgandan keyin muddati yo'q. Hozir yilda bajaramiz. hozir bajariladi. bo'lgandan keyin Mana ta'sir sifatida buni bilishimiz nima qayerda quribdi? Bajarilyapti, jarayonda deyapti. Yo'q, bajarilyapti. Biz qani nima qildi? Salohiddin aka mana siz xabar etsa kerak, loyiha ketilyapti, hokim ko'rsatilyapti. Mana shu konsepsiya. Yo'q, qanday loyiha qilasizlar? Xususiy do'konlar ishlaydi. Qanaqa loyiha qilasizlar? Loyiha ishlab chiqildi. Hali bizlar bilan bir blok pul bergandik. Jarayon ketyapti-da u. Bu bilasizlarmi nima qildi? Qancha hujjatlar bo'lgan? Sementda investitsiya kiritamadi, to'xtang. Yig'ilish bo'laman, qo'yib beraman. Hali bu narsa oxirigacha boradi. Bu chunki bu o'g'irlar to'xtab qolmaydi. Prezident aytdi o'zi davlat aktivlari nima o'yin bo'layotganini. Bu kishi nima qilyapti yig'ilishda? Borsak, biza itoat ta'sischimiz bizga aytadi, pul kiriting deydi. Investitsiya o'z majburiyatsiz qing deydi. Biza qanaqa majburiyat bo'lganmiz davlat aktivlarida? Majburiyat kirib deganimiz yo'q. Video turibdi. Yo'q, agar siz o'z ulush doirangizni saqlab to'xtab gap aylantirib. o'zini ulush doirangni ko'rdi. Xalqdan 200 mingdan pul yig'sin deb ketgan. Mana kim olsa o'tmasdan. Mana xalq. Nima aytinglar burada bu yaxshi bu narsani elektr tarmog'i bo'luvchi kompaniya asosiy kabel tortilganda do'koniga tortish qismini kiritmagan ekan. Keyin do'konchilar o'zidan 100 ming 200 ming qilib kabel tortib bergan do'koniga. Keyin men uni xabar topdimda, nizom chiqardimda hamma tadbirkor pulni qaytarib berganmi? Mana bu kerak o'zi birjaga qo'yib qo'ydi, arzon qilish uchun hamma narsa qilishdi. Sun'iy ravishda narx-navo oshib ketmasligi uchun. Mana bu infrani birga bir ustiga narx qo'yib qimmatlashtirish, boshqa qilish bozorda qimmatchilikni olib keladimi? Bu sotuvchi nima qiladi? Mahsulotni ustiga qo'yib beradi, uni hatto uyini sotib bermaydi-ku. Ana sun'iy ravishda narx-navo oshishiga olib kelyapti. Va bu holat o'zi prezidentimiz nima, tadbirkor o'zi uchun chiroyli qiladi, investitsiya qiladi, pul tiqadi deb puli bor tadbirkorlar nazarda tutganda. Mana bu joyda hozir o'sha minglab o'sha tadbirkorlarning o'zini bo'yniga ilish harakatlari bo'lyapti degan norozilik bor. Bozorga qaramagan joyda Mayli, bu masala o'ylaymanki viloyat hokimi bilan hali uchrashiladi. Agar bu ko'rib chiqiladi degan umidimiz bor. Agar bo'lmasa biz respublika darajasiga ham chiqamiz-ku. Prosta chiroyli gap bilan uzoqqa bora olmaymiz. Amaliy ish bilan boramiz. Chiroyli gap o'tgan safar kelganimizda ham biz zo'r chiroyli gaplashdik, muomala qildik, boshqa qildik. Ishondik biz ham. Mana oradan qancha vaqt o'tdi. Ish qilinmagan. Qandoq bo'lsa shunda o'tiribdi bozor. Oylik daromad tushum salkam 1 milliard. Sizlar unga yuklangan majburiyatliklar qancha yuklangan? 5 milliard, 35 milliardmi? Ha, muddati yo'q uni. 35 oyda xudo xolasa bajaradi uni. Bu xalq o'zini puliga o'zi qilayotgan holat bo'lib qo'yapti-da. Mana shu holatlarni bilmadim, nimaga sizlar e'tiborga olmayapsizlar? Nimaga nazorat qilmayapsizlar? Voy, mana akamiz sal hissiyotga berilib gapiryordilar. Tillaring bir deb. O'zi tillaring bir degan fikrga boramiz degan narsa bor-da, tushunsa. Nima uchun? Sizlar nazorat qilmayotganingiz uchun. Aka, nomeringizni yozib oldim. Men qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa sizga telefon qilaman, xabarlashamiz. Aka, bitta narsa tugamaydi bu yerda. Yo'q, mana qisqacha aniq hamma narsa tushunarli. Qarang, mana bu bundan oldingi bozorqum Mirzohid aka degan bozorqum bor edi. Uni xabarlari bo'lsa kerak, xabaringiz bordir balki. O'sha masalan loyiha asosida u yoqda 32 dan 33 ta magazin qurganda o'shani. O'sha endi eshitishim bo'yicha, eshitishimiz bo'yicha hamma ish qilsa 5 milliardni qancha davlat byudjeti o'sha bozor balansidan pul ajratilgan. Mahalliy investitsiya bo'yicha pul ajratilgan. Lekin o'sha do'konlarni tadbirkorlarga sotgan. O'sha narsani hujjat qilib beraman degan hujjat endi bunaqa nima kalsol aynalib ketdi, masalan Mirzohidga bo'shab ketdi, boshqa bo'ldi. Hozir hech kimga hujjat yo'q. Bu 32 ta 84 taga 32 dan qo'shish kerak-da, bular nima bo'lib qaraganda. Bular 32 ta do'kon kirgizilmagan, mana davlat aktivlari tomonidan kirgizilmagan umuman o'sha. O'sha narsani kirgizish kerak. Uni kelajagi nima bo'ladi? Keyin mana ma'rif yaqinda yig'ilish qildi, xonimada o'zimizda nimada yig'ilish qildi, bu 100 ta tadbirkorlar bordi. Birinchi bozor ochilgan paytda Xudorim hokimimiz hashar yo'lni qurilgan do'konlarimiz bor-da. Endi biz ham investorga kiramiz o'sha paytda. Kimgadir do'kon berdi, bir qator sinalar bo'yicha qurdik.
Endi 2010-yil ochildi bozor. 2007-midi? 2000-yil ochilgan do'konlarimiz borda. 2018 haqiqatan prezidentimiz qarori chiqdi. O'sha noturarlarni masalan kadastr hujjat qilib beringlar dedi. O'tish kerak edi. O'shani endi kimdir qilinmay qolgani ham bor, qilingan ham bor. Masalan, men o'sha shaxsan do'konim bor. Bu qo'shnimniki hammasiniki bor, bu yoqdagi qolmagan. O'shani masalan kadastr qilib ber desam, masalan 2000-yil qurilgan, bu kadastr qilib bera olmaymiz deb taqiq qo'yib qo'ygan. Qolganlar o'sha aksiyada qilgan. Endi men bu dadamning nomida, dadam e'tibor bo'lmagan, mana safarda yurganman. Hozir qilib bo'lmayapti. Endi ko'plarga taqiq qo'yib qo'ygan hozir bozor. Mulkimiz. Kadastr qilib bermayman deyapti. Nima bo'ladi? Kelajakda nima bo'ladi? 32 dan kelajagi nima bo'ladi? Dokument qilib turib. Lekin ularga hokim qarori chiqqan. 5 million ichki investitsiya deb turib, ichki aka qarang eshiting. Ichki investitsiya deb turib 5 million pul ajratib berdi, to'g'rimi? O'sha eshitdim, ajratilgan. Plus mana odamlar bankka homiylik deb turib 95 milliondan pul to'lagan. Ham haq to'lagan, ham yana pul ajratilgan. Bu hozir balansga qaraydigan magazin bo'lib qolyapti-da hozir. O'shani kiritilmayapti. Faqat 80 tani o'tib ketyapti. Ro'yxatdan o'tmagan, kadastr olmaganligi uchun balans hisoblashmagan aka u. Mayli. Антикоррупция.